Assalomu alaykum. Ekran oldidagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar, hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Assalomu alaykum. Nurmamat Musayev aka, Umid Hamid aka, sizlarningki bugungi kechlik naq maydon suhbatiga qatnashib berganlarga rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Xush bo'ldingiz. Va alaykum assalom. Sizga rahmat. Oldu bilen tekrar oldu qarindoshlarga sizlar haqida qisqacha bir tushuncha beray. Nurmamat Musayev akamiz Amerikada yashaydi. O'ziniki tor dunyosi hammiz taniymiz, yozgan obzorlari, maqolalar bilan tanishdik. Umid Hamid akamiz Uyg'ur hurlik munbiriniki qurg'uvchisi, o'zi Germaniyada yashaydi. Yeni bir xabarlarimizni bir hafta oldu köy doktor dünyasida Malayziyada nece olgan Uygur o'quvchilarniki aqs o'qish nimasini hal qilibdi. Bu vaqtda Alloh xolis bir kun bir suhbat qilamiz, tafsili shu joyda o'zining og'zida anglaylik. Amsa bugungi bu ikki akamizniki o'zi oliy maktab o'qiyotgan vaqtida, ya'ni 1985-yilsi 12-oyning 12-kundagi Ürümçide yüz bergen Uygur o'quvchilar namoyish haqida bir suhbat taklif qildim. Bugun naq shu Ürümçik oliy maktab o'quvchilarininki 12-dekabr o'quvchilar harakatiga 39 yil bo'lgan kunga bugun bu suhbatga kelib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bu 85-yilmi mening bilishimcha Uyghur o'quvchilarni oliy maktablarga qabul qilish 8-yildan boshlandi. 78-yildagi Xitoyning nimalar tugagandan keyin madaniyat inqilobi tugab Xitoyda azroq iqtisodiy siyosatlar yurgizilgandan keyin aniqaning ba'zi ma'rif nimalarini azroq kengaytgan ma'rif tuzumini yaxshilaganligi bilan Uyghur o'quvchilarniki ba'zi nimalar yaxshilanib oliy maktablarga o'qish fursati ega bo'lgan, uzun o'tmay bo'lgan bir qatimliq o'quvchilar harakati shundaqla Xitoy kommunistik davlati Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyingi Sharq Turkistonda Uyg'ur oliy maktab o'quvchilarininki tunji qatim elib bo'lgan Xitoy hukumatiningki adolatsizlikka, haqsizligiga qarshi bir qatimliq haqqoniy harakati deb bilaman. Unda o'qib qolsa oldi bilan bu qatimliqqa o'quvchilar harakatininki portlashiga sabab bo'lgan ijtimoiy shart-sharoitlar qanday portladı? Bu savollarni boshlaydi. Hamsa Nurmamatga avval sizdan bu savollarni bir boshlaydi. So'ray. Assalomu alaykum. Rahmat Abdurimjon. U kullagandim bugun mana 39 yil bo'libdi. Shu vaqtda 20-19 yoshda, mana bugun 59-60 kirdikda 40 yil o'tib ketdi. Hem onun sebepleri hal nurgan, ona hemmini az bir dep olunmaydı. Bunun mühim sebepleri Uygurlar Xitay yani Zozung'dan bisvağından tatıp ta zulüm işkence görüp tek emdiletin koşuktoyduğun biraz erkin nefes aldığın mağaribini emdi davamlaştırdığınga 5-6 yıl boğa vakti. Yani 1978 yılı Deng Xiaoping Mao'dan Xitay ölgenden keyin ilk bağın siyasetten keyin yani 3. umum yığında yaman çoğun bilmiş vaqtida. Şundan bütün Xitoy miqyosida ilib bo'lgan siyosiy iqtisodiy islohotning bir uchun ushqullari bizning vatanga kelib, shuning ta'siridan bizning vatandagi turmushlarmi, sharoitlarmi biroz yaxshi qarab o'tgan. Ya'ni turmush so'langanlar qo'yilib berib, o'ldirilganlarga nafiqa berib degandek vaziyat yaxshilangan. O'qish asliga kelgan, ma'rif asliga kelgan, xalqning qo'shiq to'ydigan, uchsizlik kiyim bo'ldigan davr kelgan. Yani 85-yilda biz o'quvchi vaqtimiz, biz shu vaqtda 6-qarar, 5-qararning o'quvchilari biz endi. Maktabdan hech kim o'qish bitamagan, 1-qararni bitamagan vaqtlarda biz maktabga kirgan vaqtimiz. Shunday bir vaziyat endi ya'ni Uyg'urlar Xitoy mustamlik tarixidagi eng yaxshi bir kunni endi boshdan ko'chirishga boshlagan bir davr shu mazgil. Bizning vaqtki sharoitlarimiz bugungi yoki 2000 yillardagi Urumchidagi o'quvchilar sharoitga qaraganda yomon farq bor. Vaqtdagi
vaziyatning taraqqiyoti, ijtimoiy taraqqiyotlar yo'q, telefon yo'q, mashina yo'q, faqat ko'cha avtobus velosiped bilan qatnaymiz. Xat aloqamiz shu o'zaro berib so'rashadigan shunday bir davr. Endi qo'sqimiz aran to'ydi maktabning tamiqiga. Ba'zi o'g'illarning to'ymaydi. Endi g'orgul bir turmushda ammo ruhiy jihatdan bir ko'tarangi ruhliq, milliy irodamiz kuchlik bir davrda yashayotgan vaqtimizda. Shu vaqtda vaziyat yaxshilangan bilan Xitoy yeni bir ilgari siyosat qo'llanib kelgusidagi bizning kelajagimizni yo'q qildiganga yangi qonun loyihalarni tuzib bizni kelgusi patqaq patrush to'g'riliq bir nima qilgani uni biz ziyolilar va o'quvchilar bildik. Shuningga kelajagimizni aslab shu vaqtga kunlik turmushni desak biz namoyish qilmaymiz, chunki turmushimiz yaxshi, ota-onamiz qilmanglar, undaq qilmanglar, biz Xitoyning zulmini ko'rdik. Mushning shukrda deyotgan bir paytda biz o'quvchilar kelajakdagi bo'layotgan avlodlarimizning, kelajak bizning taqdirimizning texnik xatar ketib qolganligini his qilib, ya'ni shu vaqt o'quvchilar Uyg'urlarning eng oliy bilimlik fuqaroligimizda oliy maktabda o'quvchilar. Shular shuni his qiladi. Ya'ni buni birinchi bizga majburiy planliq tug'utni tangda sho'jili. Ikkinchi bizning mamlakatga Xitoyning jinoyatchilarini normal ko'chma Xitoy kelyotdi. Uningdan sirt Xitoyning jinoyatchilarini bizning vatanga lager qilib keldi, tarixga yetkazib keldi poyezdda. Üçüncüsü bizning vatanda to'xtamay atom bombasini etivadi. To'rtinchisi Xitoy ma'rifiga bo'lgan dasmilam Uyg'ur ma'rifiga solgan dasmi o'xshamaydi. Asosda bizning milliy ma'rifimiznimi endi asli kelganda buning kuchi mavjudi yo'qolib ketib bordi-da bumi. Bu sharoitlar va anan degan mo'yin ta'sir qilgan narsa shu vaqtga bizga avtonomiya degan nomni o'zlari 55 berib endi 80-yillar rasmiy uning qonunlarini e'lon qilib bir-biridan ijro qilishga boshlayotgan. Ya'ni avtonomiya bo'lganda bu yerning yerlik ba'zi bir ishlarini, huquqlarini, qarorlarini yerlik avtonomiya, yerlik parlament berdi. Bizda Xinjiang xalq qurultiyi deb bor, shu yerdan beradi. Uning bizoq bizning raisimizni bizga muhim ta'sir qilgan omillardan shu vaqtga xat topiklar birisi shu vaqtga rais Ismoil Ahmedni elib o'tib, uning o'rniga Temur Davomatni Beyjingda bir yig'inda o'tirib qo'yib qo'yish bilan o'rtalar 5-6 turli sababning yig'ilishlar bilan o'quvchilar bir qaynab ichilib esan qildik. Uning oldida Xinjiang ketkizsa shunday shu atalmish Xinjiang universitetida o'quvchilar toza ichilib sayrayotgan bir mezgilda. O'quvchilarning ong saviyasi ko'tarilib, milliy ruhimiz yetilib, ma'lumlar, Abdunur rayonning rahbarlari, peshqadam yozuvchi, professor, doktor deganlarni universitet taklif qilib, ular bilan bas munozara, tarix, o'tmish, kelajak haqida talash tortishlar bo'layotgan shunday bir qaynoq vaziyatda yuqorqi 5 ish yig'ilib oldimizga kelib qoldi. Shuning bilan o'quvchilar buning qarshi hukumatga bir noroziligimizni bildirish niyatida 12-oyning 11-kuni to'plandik va bu namoyishni oxiri ro'yobga chiqdik. 2012-yili 12-oyning 12-kuni 1985 namoyishni degan ish. Ana u namoyishning jarayonlari hali uzun endi. Endi qolsa Umidga sizdan so'ray, bu qatimliq namoyishni qaysi tashkilot o'quvchilar tashkillagan? Bu namoyishni endi hozir Nurmuhammad akam namoyishningki qo'zg'alish asosiy omillar bir so'zlab o'tdi. Endi sizningki bu ikkinchi vaqt o'quvchilar harakatiga shu namoyishningki tashkilotchilari ham shu atalmish Abdunur rayonining rahbarlari bilan ko'rishgan ekansizlar. Bu shaxtdagi sizdan bir anglaylik qaysi tashkilot ham o'quvchilar nimaları bu namoyish tashkillagan? Endi bu jihatda meningki o zamandagi kechirmishlarim qaysi mezgilda qaysi maktabda o'qiyotdingiz? Men o chog'da Xinjiang pedagogik universitetida o'qiyotdim. Xinjiang pedagogik universitetida men texi shu yili universitetga kirgan yilim. O texi endi 17-18 yoshdim. 18 yoshga kirgan vaqtim. Meningki o chog'dagi o jamiyatga bo'lgan ijtimoiy turmush va Uyg'urlarning tarixiy va milliy uyg'unishlarga bo'lgan qarashim albatta Nurmuhammad o'chog'da o'qiyotgan kuchli bo'lgan, uningkidan jiq to'gan albatta. Men bo'layotgan bu Uyg'urlarning ziyolilik uyg'unishlarini balki uning bir charikini aran bayqagan bo'lishi mumkin. Chunki Xinjiang pedagogik universitetimi qurilganiga texi endi shu vaqtida 10 necha yil bo'lgan. Biz kirgan fizik fakultet bo'lsa Xinjiang pedagogik universitetining 3-qaroridik biz. 82 bir apt ekan, 84 bir aptı. 82 milliyçe, 84 Xitoycha sinib, 85 biz endi Uyg'urcha sinib qilib olgan, men 85-yil kirgan. Shu 85-yili
pedagog universitetga shu birinchi qator tarixida keng ko'lamda o'quvchi qabul qilib ekan. Shu eng ko'p o'quvchi qabul qilgan shu yili 1260 necha o'quvchi qabul qilib ekan endi. Bu Şinjan universitetlarida bo'lsa, balki uningdan necha ming qabul qilish mumkin. Endi bu namoyishlarni u yerda tashkillagan yap asosan Şinjan universitetining o'quvchilari, Şinjan universitetining ziyolilari, ashaning o'qituvchilari kayinda bor. Bu ben o'qigan pedagog universitetlar asosan az munosabati bor. Biz faqat bir kun baldur bizning cho'ng sinfdagi 82, 80 shu birning ballari batdi. Shu aklarimiz shu vaqtida yig'ib bir kun baldur bizni mana shu Şinjan universitetidan kelgan xabar ekan. Deganda soat 7dan 10dami, 7dan 15da shu vaqtida bir atganlik gimnastika chiqardik. Gimnastik o'yinig'ini majburiy. Atganlik tamoqdan bo'ldi. Shu yerda tizilib hammamiz ko'chaga chiqamiz. Butun sharq nima Şinjandagi deymizda shu chaqda endi. Mana o'quvchilarning hammasi xalq hukumatining oldiga boradi, xalq maydoniga boramiz, tizilin degandek biz hayajon. U chaqda Mahmud Nurmamat degandek, shu davrlarda biz xil erkin Uyg'urlarninki milliy masalasini, Uyg'urlarninki biraz uyg'unishni ko'z tutgan shaklda tarixlarimizga qiziqib, Uyg'ur tarixi biz tarixda mandaq bo'lib ekanmiz, mandaq tarixlarni yaratib ekanmiz degan billa Xitoy oshqunlari jiqlab ketib bordi, Xitoyning lagvazlab tillaydigan kaskin bir uyg'unish Uyg'ur yashash ichida bo'lgan. Şinjan spandashiga, ya'ni pedagog universitet kelgan vaqtimizda Sharq Turkistonning har joylaridan kelgan yosh bolalar bilan har qanday temalarda ochiq oshkora so'zlashib, hatto Sharq Turkistonning Xitoyga qarshi urushilib qolsa qanday bo'ladi degan shu darajada temalarni keng kushada ozod paranglashdik. Bu narsalar umumyuzlikda o zamonlar. Lekin men o chaqda ham kichik bo'lganlik uchun shu yili o'quvchilar kelganlarga vakil bo'lib qatnashdim buningga. Buningki tafsilotini mencha yana o'sha Nurmat Musabay Şinjan universiteti o'qigandagi ashaydan qo'zg'algan shu yerdan ko'klab chiqqan bir namoyishninki ko'rinishi bo'lganligi uchun men meni yaxshi deb beraylik deyman. Rahmat. Unda bo'lsa Nurmamat aka, bu qatimliq shu namoyishni qo'zg'atish o'rin atalmish Şinjan universiteti ekan. Siz shu mezgilda nechinchi yilni qachon oliy maktabga o'qish kirgan, shundaydan mush qatimliq nimasidan qo'zg'atish nimalarni shu ahvolni bir so'zlab bersangiz rahmat. Ben universitetga 1982 yil kirgan. Mening shu vaqtga 4-chi qaror chiqqan vaqtimizda 4-chi yil kasbning 3-chi yilligi, maktabning 4-chi yilligi chiqqan vaqtim. Ben biz shu vaqtda Amerikaning hisoblaganda biz junior bo'lmizda endi. Bitirishdan 1 yil burun qilar biz. Bizning oldimiz 81niki var, biz 82 ekan. Shu maktabning cho'nglari hisoblaymiz. Endi bu namoyishning kim tashkilgan, kim qo'zg'angan bizning ba'zi bir sabdoshlarimiz har xil nimani yozadi-da, endi chunki hammamizning ko'z qarashi, tushunishi har xil bo'ldi. U vaqtga qo'zg'ashga cho'nglarimiz tashkillashdi yo'q, chunki cho'nglarning yuragi mujilib ketgan. Cho'nglar tashkil. Agar cho'nglar bo'lgan bo'lsa, bizning namoyishdan keyin 2-3 oy so'roq qildi, hammamizni ochib chiqib, vaqtida setiyotdik. Bizda setiyotdik. Vaqtda kichik vaqtimiz o qo'qtish ota-onamizda kelgan bisim, hukumatning bisimi, maktabning bisimi bilan o cho'nglarning birisining ismini bilgan bo'lsak, Alloh bilan setiyotdik. Cho'nglar vaqti o'limga jazo bo'ldi. Cho'nglar aramiz yo'q bo'lg'achqa bizni tep beramidik, o'zimiz qoldik. Buni yoshlar, shu vaqtda o'quvchilar o'zimizdan bay degandek, yoshlar o'zimiz pishib ketilgan umid degandek biz har kun kechda vaqtida bu yozuvchi shoirimiz va yaqin o'lib ketgan bizim Baratvati nima adabiyotniki. Ashta ne yozuvchilarimiz to'xtamay she'r yozgan, hammasi inqilob she'rlar. Qolganlarimiz har kun yotoqda, so'rinda uya o'tirsak, mushu Uyg'urning vaziyati, o'tmishi, buguni, kelajak to'g'riliq ochiq-oshkora kamkushada, xuddi umid degandek urush qilsa qanday bo'ldi, Xitoyni osida bir kun qancha vaqt tugatil bo'ldi, qurollar filmotni. Hatta biz Pezikda bir formulan sinf do'stiga Xitoyni etib yutish uchun biz bir Pezik formulaga ketdi, shuni bir bola formulaga silib Xitoyni avtomatik pilot bilan to'xtamay atqanda manchak vaqt itib bo'ldi ekan degan narsa do'stga cho'g'im yozib qo'ygan. Biz ham kulib turgan. Keyin ma'lum kiribmi, ko'rib ma'lum kim yozdi, o'chirtinglar deb o'chag'iz ekanda, ashinchalik darajada bir erkinlik bor. Endi oramizda Xitoyning quloqlari yo'qmi degan bor. Har bir sinfda partiya a'zolari bor, ittifoq a'zolari bor, hukumatga, maktabning siyosiy komissarlari deydi. Ama hükümet şu vaqtida bilmaymiz, bundaq ishlarga ko'ngil bilmay, ularning planlari cho'ng boshqabiki, yoki biz Uyg'ur o'quvchilarning bunda so'zlagan bilan bir ish qilinmaydi, ular quruq gap qildi deb o'yladimi, e'tibor bermagan.
Şunla biz o'zda qaydab turgan vaqtimizda yuqorqi degandek 5 omil shu 85 kelganidan o'quvchilar o'zligimizdan aktiv harakat qildik. Ya'ni qilib shu vaqtida birinchi yig'ilishimizni 2012 oyning 11 kuni tushda bir cho'ng yotoq vaqti jug'rofiya 80 shu yotoqqa bir 30-40 o'quvchini taklif qildik. O vaqtda hamma sinfning sinf boshliqlarini yig'ib akirib, bolalar ashada bo'lgan vaziyatni muzokara qilishdik. Müştak bordu. Bunun kartta bir fikir belgesek, hükümet gibi teklif sunsaktı. Peşinde namoyish qilish niyetimiz yok. Chiroyli yozma şekilde hükümetke evet verimiz degan bulduk. Bu planımızı qo'llash uchun boshqa maktablarning fikrini apiq uchun aloqasini ishkini avatdik. Ya'ni Moliya instituti bilan yishgan ketgan bir bola. Vaqtida qo'rqib kim berishdi, aloqa berishga bolalar qo'rqib turayotgan vaqtlari. O'zini ifodalayolmaydi, tala o'zini ifodalashga o'tirish ko'rsatdi, qo'rqadi. Hammamiz keyinni turish, oldira chiqish yo'q. Ayta vaqtda bir bola nam bormada bodi, u maktabga berib, o'zining og'aylari so'lishib, uni qayli qilolmay, oxiri yo'g'on xatni yozib, ularning oshxonasining oldida chaplab qo'yib ketdi-da. Mustaqil. Keyingi kechdi kelgan ahvol dedi, kechdi kelganda bolalar biroz tushdiki, qo'rqinchdan kechdi yana qayta yig'ilgan ekan, biroz jonlandi, qo'rqmayman, nima qilamiz unda qilib degandiki, udil hukumat olmamdi dedi. Boshda maktabning oldiga tushganda cho'ng maydon bordi. Eşyada yığılıp mektep rehberliği deyimiz degandik. Ki atırdı balla dedi, mektep rehberliği desem ne paysa ulanın kolda iş gelmeydi. Deydi adam aşı Abdülmuray'ın reisi şunun değişimiz gerek. Bağan degen halk hükümeti barmaz da bunda al deydi. Degen ki basak barayla degen. Nime basak nime köterap barmaz degende şu aralıq bu münazirani coğrafya 82. yıllık okuvchisi Samet'te bir bala vardı. Şu bala onu 5-6 sürülük kılıp yizipti onu. 1 2 3 deb. Yani onun da birinci Şinjan'ga demokratiya paydo qilish kerak, Şinjan demokratik bo'lish kerak, ikkinchi milliy ma'rifni kuchlantirish kerak, atom sindig'ini to'xtatish kerak, planliq tug'utni to'xtatish kerak, Xitoy ko'chmalarni to'xtatish kerak, Sharq Turkistonning ekologik muhitni qo'g'dash kerak va boshqa degandek, bunda 6 listda yozgan qarasak yaxshi uni bolalar qo'shib uni 10 qilayotganmi, 11 qilayotganmi, uning ichida radikal bir fikrdan bor, Xitoy chiqib ketsin deganni qo'shganlarmi bor. Uyg'urlar bolalarga erkinlik. Shuni oxiri yig'ib yaxshi bo'pti dedik. Shundan buni qaytadan endi bu bo'lsa boshqa maktabning bolalarini qo'zg'ayli, tang borayli deb shu kuni kechda hammamiz volonter o'z ixtiyorimizdan 2dan bo'lib har bir maktabga 2 o'quvchi bordik. Shu vaqtda men yana bir muxtar deb o'tib muxtarchim Mehmet To'xtaning saboq ishdi. Ikkimiz Gongşuyenga sanat institutiga borgan. Bugun sanat institutiga bugungi o'sha saboqdashim mening Nijat Abdurahmon az Kanadada İlyar Şemşidin ma bugun shularni yig'ib kelib cho'ng bir yotoq yig'ib berdi bolalarni, aslan cho'nglarni, sinf boshliqlarini. Shular planlarimizni biz deb mustaq qildik, mustaq qo'zg'almasak bo'lmaydi. Uyg'urning kelajagi xatarlik, shuni qo'zg'alayli, hukumatga bir fikrimiz bildirayli deb bular biz fikirdik, bizga o'xshash Moliya institutiga, Spandashoga, Umidlarga, andan keyin tibbiy institutga, Moliyaga, o'rimizga 7 oliy maktab bo'lsa, shu 6siga bordik. 6ga 12 o'qib berib qaytib keldik. Hammamiz yaxshi bir natijadan qaytib keldik. Ya'ni avtobus to'xtab ketib piyoda keldik. O vaqtida qaytib keldigan vaqtimiz Qoralmiz avtobus to'xtab kelsa hech nima yo'q. Biz chiqishcha soat 11:13 ga ketib, oxirgi avtobus ketib, biz sanat institutining atamiz Dashoga piyoda kelgan kechida qor undaq. Shunlar tugidi. Ertasi deganda namoyishga chiqdik, ammo bizning bu nimamizni hukumat bilib qopti-da. Biz uni bilmaydi desakmi, aramizdan hamda o'quvchilik partiya a'zolari bor-ku hamda. O biz shu kuni kechda yig'in qatnashgan sinf boshliqlari uni chiqib yotoqdagi bolalar deganki, yotoqdagi bolalarni degan kommunistlar chiqib birlari uya bu deganmi yoki yuqori boshliqning bolalarimi buni Şinjan Dashoning rais bo'limiga xabar qildi. Rais bo'limi 2-yildan Abdumuraylik Tunji bu deydi, siyosiy birlik deb ashaga tashviqot bo'limiga partiya sekretari deganda 2-yildan Abdumurayning raislari bu bola Şinjan Dashoga yig'ilib bu namoyishning oldini qandoq olmaydi deb yig'ilib, ular qaror qildiki, bular atdigan 8 chiqishdan beri biz 6 da ularni qo'zib, bularni yotoqda tutib olib, bular hammasini sinfga yo'llaymiz, butun darvoza tomlarni taqab, bularni talaga chiqarmaymiz deb ayta qaror qilib, biz uxlab olsak, hatta menmi kelib, kechida kelib, bu mening yotiqim bolalar diyemagan adi namoyish bo'lganligini. Shunga uxlab olsak 6 dilar. Bu yerda bularni oldirib kirib olishi bular Beijing vaqti bilan Şinjan vaqtini orqada biz 8 namoyish qilgandan keyin bular 8 deganda Beijing vaqti o'ylab bilan bizni 6 kirib olgan gap Şinjan vaqti 6 dilar.
Falqat kirib olganda biz o'quvchilarga 3-chi guruhga hardaklam hammamiz tang qo'yib ketdik. Qo'saqlarimiz och, oshxonaga borsak, oshxona ochmagan oshpazdan xabari yo'q. Shuning bilan bolalar oshxonaning oldiga yig'ilib qoldi. U yerda uqmagan bolalarga bu yerda o'tirib chiqib, men dedim, rahmatli varis dedi, "Mishda bugun namoyish bor. Tamoqni yesak, agar nashliqqa bir tam non berdi, bir qaynoq suv bilan hech narsa olmaydi shu vaqtida. Shu nashliq dinimizni yeb bilan hammamiz namoyishga boraylik, qizlar ketdi, biz o'g'illar nomus emas aqs qolsak degan tashviqotni qildik. Ammo oshxona ichilmadi. Ichilmaganki ba'zilari chiqchaq qilib tamoq qatishni oshxona o'chirib qo'yib qo'yib, qato biroz qachon qo'chiq tizib qo'yib oshxona oldiga. Bir-birdan kechib maktabning oq yo'llari bor, o'sha yerda qarag'ash emas. O'shalardan ba'zi tomlardan otilib xalq maydoniga ketdik. Tashkillanish, ko'cha chiqish shunday bir shaklda bo'lgan. Buningda hech bir cho'ngning, hech bir tashkilotning, hech bir shaxsning tashkilishi yo'q. Bu yerda Uyg'ur yoshlarining istiqiylik, jasurlik va fidokorlik ruhi bilan o'zaro o'zi tashkillagan. Ya'ni Uyg'urlar agar bir ishni qilsa tashkillanlaydi, bir tashkilot bo'lmasmi, bir besh bo'lmasmi tashkillanlaydiganligining ifodasi bu. Ashunday tashkillab o'quvchilarni bizning Shinjongda shuni o'quvchilar chechilib bordiqda, biroq chiqamadik. Chunki biz baldir bizni tutib oldi, bir qismlarini siniq buyurdi, yotoq oshxonaga buyurdi, ammo qizlar atdigandilar, yetadilar, yotoqda choy ichib bilan ular optizlar ketib bo'libdi. Qizlarning ketgan xabarni olganda o'g'illar nomus qilib, bu qizni kayni qilsa qanday bo'ldi deganlar, chaqchaqlarlar bizni tamlarni otilib, to'sib olgan ma'lumotlarni ishtirib yutib bilan darvoza ichib chiqib ketdik. Biz borsak bir qism o'quvchilar kelibdi, masalan, Spandashonning, Baynungshonning taqkamiga Spandashon kelibdi, bular atdiganlik jugrashlarlar to'pog'i jugrab eng yaxshi kelibdi bular. Aniki boshqa maktabnikida biz kelib bo'lgandan keyin Yizigilik instituti, ya'ni Baynungshonning bolalarimi ashundaq xuddi Spandashonga o'xshash, ularni gimnastika maydonda jugrab 3-chi kelganda darvoza jugrab chiqib ketibdi. Shu Baynungshondan mang'am etib bizning shu xalq maydoniga keldi. Yizigilik universitetidan, Yizigilik universitetidan. Yizigilik instituti. Yizigilik instituti o'qib ashda kelib yig'ildik. Hamda bu yerga statistika bo'yicha hukumat bizni 2000 dedi, amaliyotda biz 10 mingdan o'sha o'quvchi yig'ildik shu yerga. Ya'ni bir tadqiqotga yaqin chiqqan tadqiqotda shu vaqtdagi bir Xitoyning deyishicha, Urumchidagi o'quvchilarning 7 oliy maktabning o'quvchi soni 18 ming atrofida edi. Uning 20 dan ko'proq Uyg'urlar debdi. Demak, son to'g'ri. Biz 10 mingga yaqin o'quvchi chiqdik. Uning ustiga o'rta maktabning bor, o'rta texnikumning azlari bor, aniga jamiyatning az to'li bor. Jami 10 mingdan 12 ming orada o'quvchi xalq maydoniga yig'ildik. Bu Uyg'ur tarixidagi eng cho'ng yig'ilish, to'planish bo'ldi. Bu Urumchidagi bir shayga 12 ming o'quvchi odamni to'plamak o'ng'ay emas. Shu vaqt shunda to'plangan. Yani bir gap qism gap qolib qoldi. Endi hozirgi mezgilda telefonimiz bor, bir telefon qilib lakim emsa, oya chiqamliq, maya chiqamliq deb lakim videoni yig'ila olamizda. U mezgilda nerede telefon bo'lsin, hech nima yo'qda, masalan, men qachon maktabga urgan telefonim yo'q. Masalan, biz olimiyatda o'tgan vaqtimizdami, dönko'rik shpashada pochtaxonada sizni turib telefon olib turdi ota-onamiz bilan hamda. Mana ashka biz mana qo'shib qo'y. Agar shu vaqtgi vaziyatimizga, shu vaqtgi bizning milliy ruhimizga bugungi sotsial media, ya'ni WhatsApp, Facebook bo'lgan bo'lsa, butun Uyg'ur diyorini uyg'otib bo'ladi. Uyg'urlar shu vaqt uyg'ongan tayyatni bir portlatqich kuchga, bir yetaklashga, bir ishtirguchi kuchga muhtojdi. Shu vaqt biz o'quvchilar boshlagan bu ishga agar shu vaqtda bu Facebook, WhatsApp bo'lgan bo'lib qilsak, xuddi Suriyada 2011-yilda portlagandek bizning vatandimi demokratik namoyish boshlatdi, aqsda albatta qurolli urushga o'zgarib ketdi. Chunki Xitoy xuddi Suriyaga o'xshash namoyishni xohlamaydi, qurolli bosuvdi, bizning qo'limiz qurollarni urishadi. U sharoit bizga yo'q. U vaqtda siz degandek na telefon bo'ldi, uzun yo'llik telefon xalq aslan idora jamiyatning ishxonasida bor, boshqa hech nima yo'q. Bir faqat qatnash transport, avtobus, velosiped, boshqa hech nima yo'q. Sharoitimiz shunday nachardi, lekin shu nachar sharoitda 10 mingdan o'quvchini shu aktivchiligimiz bilan, shu fidokorligimiz bilan shu o'quvchilarning shu vaqtga ko'tarangi ruhiy jangovarligi bilan maydonga to'pladik. Endi bir gapimiz diqqatim tortadi, bir yangi tadqiqot nimasida deyishcha dedi, namoyish qiladi 18 ming, buni ko'p sonli Uyg'urlar deb hamda. Bu tadqiqot nimasi chiqarganda buni yozgan kim ekan bu narsani? G'arbliklar yozganmi? Buni bir amerikalik
shu 12 dekabr tadqiq qilib yozgan uni ko'rsatgan materialda Xitoy siyosatchi Yang degan Xitoy 1986 yozgan bir kitobida ashuna yozibdi. Shuni kopiya qilib qo'yibdi. Ani manba qilganliganda, endi o'sha ko'p sonli Uyg'ur yani onun başka Xitaydan qaytarmoqchiman, boshqalarni bor demoqchiman shunday bo'lganda. Yo'q. Demak, men o'quvchilarning qanchlikligini, u yerdagi o'quvchilarning o'ndan o'sha o'quvchining qanday chiqib qolganligini bular ko'rsatish kerak-da. Ayada ko'p sonli Uyg'urlar degandan keyin boshqa millatlar bor degan gapda hamda ba'zi Uyg'urlar ya bu 18-16 mingniki yarmi Xitoy, yarmi Uyg'ur degan gap. Umumiy o'quvchi demakchi. Ha? Universitetlardagi umumiy o'quvchi deyapsiz. 7 universitet. O'quvchilar bo'lmasa namoyishga qatnashganlik deb qolibman. Yo'q, namoyishga qatnashgan emas. Undasa abed deb namoyish qatnashganlarning talablarini, olti turli talablarini dedingiz. Shunday bo'lganda endi buni ikkitadan javob bersangiz bo'ladi. Birisini qilib kam to'liqlaydi qolib qolsangiz, men to'liqlaydinglar. Ya'ni bir savol bu qatimqi namoyishga shu vaqt hukumat rahbarlari, avtonom rayonning atalmish avtonom rayonning rahbarlari hukumat qanday bir inkoslarni qaytarish mezgilida buning shular darhol qaytaga inkoslar. Shu vaqtdagi namoyishlarning shuarlari mening esimga qilishicha 10 turlikdi. 11 dek esimda bor. Endi men yomon ko'nirib ketgan narsa qilmoqda. Shuningda atom sinig'ini to'xtatishdan tortib, Xinjiangniki neftining 5%ni Xinjiang uchun ishiltish degan nima bor hatto shuning bir shartmi bor shuningda. Sharq Turkiston olaylik mana mislga. Sharq Turkiston deydi. Shu vaqtda aynan nima desam shu vaqtlikda Sharq Turkistonning chiqqan neftni Sharq Turkistonning o'zininki taraqqiyot uchun ishlatish, atom bombasi yetishishni to'xtatish, ko'chmanlarni to'xtatish va siyosiy jinoyatchilarni Sharq Turkistonga o'tkab kelishini to'xtatish, Uyg'urlarga bo'lgan tug'ut cheklashni to'xtatish, Uyg'ur milliy ma'rifini taraqqiylashtirish, Uyg'ur ashun qatorliq hamda batda hozir mening esim kelganim shu 6-7 stal. Mening esimda qolsa shu 10-11 xil Nurmamatning esi kelsa, uni to'xlab qo'ysa deyman endi. Ayliqa bizga o'xshashma to'g'ri chiqmaganlar shu vaqtda qatnashgan chet eldagi boshqa qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Ularmi endi azdab qoldi deymisin demoqchiman. Koni narsa bo'lgan. O'kunga ama ümit edi. O'kunga deymiz vaqtida yozilgan bir o'lchamlik bizda yozim bo'lmagan ekan, hammasi buni qizlar aslında qizlar kechgacha qo'lda sham yo'rig'ida qo'lda ezib ko'paytgan. Shunaqa ba'zilari buni olgandan keyin boshqa maktabga borgandan boshqa maktabga taqatganlarmi o'zining hissiyat qo'shib uni qo'shib oldigan ili o'tib 10, 12, 6, 7 o'qishmaydi. Ammo mening qo'limda men hukumatga shu nima topshirgandim men. Onun o'quvchining oldida mening qo'limga shu vaqtida 6 turlik tushgan biz balki yozilgan ekan, ya'ni original qismi. Men o'zim yozganim emas, uni qizlar taqatgandan birisi mening qo'limga tekkandi, yanchi qilib qo'yib ketganman. Shu hukumat kirib, biz yig'in tugagan, namoyish tugagandan kechda hukumat bilan biz 5 kishilik suhbat qilib, shu vaqtda ben xalq butun o'quvchilar oldida hukumat rahbari topshirgan 6 turlikdi. Shu 6 turlik bo'yicha men shuni yozmamdan yozdim. 6 ta. O yig'in chaqgan 6si keyingi chaqirgan 12larni o'z ichiga olib ketdi tarmoqda. O'sha bir og'iz gap nim qilaydi. Shu men o'qigan materiallarimi hamda shu 6 turlik talab deb bakende abetin altı tepne dediniz hamda ba'zilar 15 yil qisqartib 6 yil yig'in chaqlabdiki. Yani ash mezgilda tunji qatlam Xitoy hukumatiniki Uyg'urlarga planliq tug'ut yurgizgan nimalarni shu kuch qo'llabdiki shu mezgillarda. Altına yod deb berayman. Birinchisi mana o'z vaqtida deymizda, chunki yozma bo'yicha Xinjiangda demokratiyaning yo'l qo'yish bu birinchisi. Ikkinchisi Xinjiangda atom bomba sinaq qilish to'xtatish. Üçüncüsü milli ma'rifni yükseltirish. Dördüncüsü Xitoy ko'chmanlarini to'xtatish. Beshinchisi planliq tug'utni to'xtatish. Oltinchisi Xinjiangning ekologik muhitini qo'g'dash. Ya'ni shu vaqtda Xitoy bizning vatanni setib etgan Xenan, Xubi va Tog'daryolarni setib etib, konkolaydigan neft, oltin, ko'mir ko'ngil buz qo'yib bizning qozoqlarni isyon qilgan Chorol rayonimizni o'tib bu yig'ib buni hammasini biz ekologik muhitda bo'lmiz uningda chorvalarni qo'g'dash kerak, buni naslini qo'g'dash kerak deb bolalar ko'paytirgan gap. Xinjiangda chorva naslini qo'g'dash kerak, Xinjiangning muhitini qo'g'dash kerak,
salomatlikni xalqning salomatligini qo'g'dash kerak degandek masalan qo'shgan buning hammasi atom bombasining ichida bor. Atom bombasi to'xtasa shuning ichida shu vaqtda bizga vatandagi havo buzilishi to'xtaydi. Shularni hamma qilib bu 6 turlik to'xtagan. Buni 6 ma chetlikning yozmasida Xitoylar debdi 1915-yilda bunda 30-yilda Xitoylar qilgan namoyishda 5-oyning 9 namoyishda ularmi shu vaqt hukumat 6 turlik talab qo'yibdi ekan. Bu Xitoylar o'ylab ketdi, bu 6 turliklar, 6 turlik chetliklar shu analiz qilibdi. Bu ajab o'xshab ketib qolgan 6 35-yilda Xitoylar Yapon qarshi nimasida 5-may inqilob namoyish qilganda Beijing universitetini ko'chirib 6 turlik talab qilibdi ekan. Bu Şinjan'daki Uyg'ur o'quvchilarmi namoyish qilgan 6 turlik talab qilibdi, lekin talablari o'xshamasmi, lekin soni 6 o'xshaydi deb buni munozara qilyapti hozircha. Tadqiq o'tibdi. Endi bizning namoyishimiz kamchiligimiz bizning ya videomiz yo'q, ya rasmimiz bo'lmag'achqa, bizning Uyg'urlarga chang tashviq qilinmag'achqa Uyg'urlar e'tibor beradi. Lekin bu xuddi nima kitobda debdi ingliz 12 dekabr o'quvchilar harakati xuddi Xitoyning 9 may student namoyishi o'xshash bir tarixiy ahamiyatga tarixiy o'xshash bir namoyish debdi. Chunki bizning namoyishimiz Xitoyning qilgan namoyishi o'xshash tarixda. Xitoylar tarix qilib har yil 5-9 bayram qilib tabriklaydi uni. Bizning Uyg'urlar bu kunda nima bo'lganligini bilmaydi. Lekin u bir namoyish bo'lgan bilan u namoyish intayin tariximiz shu nachar sharoitimiz qo'rqinchli bir davrda tunuganlikqa go'dan chiqqan xalq ota-onalarimiz bor, o'limdan qutulib endi uyda qo'rqib o'tirayotgan ota-onalarimiz bor, hammamizning uyda shundoq. Shunday bir davrda biz ko'chaga qo'rqmay chiqib hukumatga shu taklifni qo'ygan ekanmiz. Bu bir muhim tarix. Uni biz Uyg'urlar Uyg'ur ziyolilar bilan ichida Uyg'ur ziyolilar buni tadqiq qildi, buni munozara qildi, buni ahamiyatini, uning xarakterini, uning tadqiq qildi. Ammo chet elliklar tadqiq qilib, men Nurg'onga o'qib beray desam, ingliz balki tadqiq qilib Xitoylar, Ruslar, inglizlar nurg'un maqolani yozgan ekan o'shada. Uyg'ur bilsin yo'q. Uyg'urlar biz bilmaydi 12-oyning 85 nima bo'lgan ekan dedi. Bu yerda cho'ng bir voqea bo'lgan. Uyg'ur tarixidagi eng cho'ng voqea bo'lgan, ham Uyg'ur tarixidan bugungi inqilobning, bugungi chet ellik da'volarning, vatanda bo'lgan undan keyingi uyg'urlarning eng boshlang'ich manbasi uyg'otgich kuchi shu bo'lgan. Chunki 12 ming o'quvchi, ya'ni Uyg'urlarning eng oliy ma'lumotli o'g'lonlari 12 ming. Chunki ziyolilarning bir 12 ming ziyolining yig'ilib o'ngmaymiz. Bizning vaqtida xalqimiz savodsiz dehqon desak, shuni eng 12 ming degan yomon ziyoli bo'ldi shu vaqtda. Shularning yig'ilib qilgan isyanlarda bu. Hozir chet elda 500-600 ming namoyish qo'ysak ketimiz, chunki chet elda kamchilik qo'saqda obtuzlar bor, hech kim tutmaydi. Vaqtda namoyish chiqsak tutadigan, so'raydigan, atadigan bir davrlar. Lekin Xitoy shu vaqtda bizni atmadi, tutmadi, so'limadi. Ammo shunday bir davrda qo'rqmay o'tirib chiqish bu 12 ming o'quvchini shu vaqtning vaziyatini o'ylaganda, shu vaqtda yashagan xalqlarga nisbatan olganda bu intayin muhim. Ya'ni sotsializm lageridagi birinchi cho'ng demokratik inqilob. Bu aşağıda bağ veribdi. Bizning bu namoyishimiz Berlin temining o'rilishi, Sovet ittifoqi bo'lgan namoyish, Qozog'istonda bo'lgan namoyish, Polshada bo'lgan namoyishlardan burun bo'lgan namoyishlar. Ya'ni kommunizm lageri qarshi ko'tarilgan birinchi isyon. Endi bizniki o'quvchilar harakati desak, ko'pinchimiz shu xalqning qallasida 1988-yil 6-oydagi 15 bo'lgan bir namoyish bor. Şu namoyish jiqadan qallasida shu keladi, lekin mana 85-yildagi, ya'ni 3 yil burun bo'lgan namoyishnikini jiqadan buni bilmaydi. Shunga bilgan bu naq kunni o'ziga to'g'rilab bu suhbat o'tkazdik. Anikadan mishada chiqqan yana bir savol so'rasam, o'sha vaqtida hamda butun oliy maktabning o'quvchilari, Olti universitetning o'quvchilari atalmış Abdumar Rayli xalq hukumatining oldiga maydonga kelib o'sha yig'ilganda, buni hamda o'sha yerda qanday ashta namoyishni millar qanday maydon qanday kontrol qildinglar, undan keyin o'sha yerda bo'layotgan ahvollar, buni hukumatdagilar kimlar chiqdi, mushaq bir to'xtaldi hamda. Men deb beradi. Maydonga yig'ildik. Men esimda bor, uni to'la yezib hozir esimga olib ketdim. Maydonga yig'ildik etgan 9 qizlargacha yig'ilib bo'ldik. Oxirgi Yezigilik institutining bolalari keldi. Shunga yig'ilgan ekan biz bugungi Abdumuraylik parlament binosi oldiga yig'ildik. Egiz Rindoniki. Yig'ilgan keyin birlari dedi bu Tömür Davat bu hukumat emas ekan, hukumat oyoq ekan dedi. Shu vaqtda biz hukumatning nadaligini, parlamentning qayligini bilmaymiz, chunki bormagan ekan. Keyin hukumat oyoq ekan deb endiki ko'chada hukumatning binosiga 3 qavat. Bu bir ko'cha uyga yig'ildik.
uyaga yig'ilgandan keyin chiqmadi, hech kim chiqmadi. Biz ishiklarni to'mirlarni ishtirib baqdik. Tömür eshakkaga chiqib oldik. Mana shu chiqib qolgan tömür eshakning ustiga chiqib qolgan bo'lsa, ishkim deb chiqib meni vaqoldi. Oxir birdamdan keyin Hamdin Niyaz bir ikki Xitoydan chiqdi. Hamdin Niyaz shu vaqtga xalq qurultayining boshlig'i. Chiqib bizga vakil kirgizinglar. Eng avval bo'lganda bizning 1000 o'quvchi patqidek cho'ng yig'in zalimiz bor ichida. Shu yer 1000 o'quvchilar qag'in talatib turinglar. Biz sizlarga o'tirib so'zlashaylik dedi. Degandan keyin balla halqi vakil bo'lib o'tirib chiqishdan qo'rqdi. Hammamiz qo'rqamiz. Chunki vakil chiqqan yil Xitoy bizni va ota-onamiz o'rta qoldi so'laydi, otadiz-ku, jazolaydi. Shu hech kim biz vakil emas, vakil yo'q, biz ikkinchi temir qalbi bo'lmaymiz, ikkinchi Xo'janiyaz bo'lmaymiz deb ochiq oshkor ajlar deb mana talbimiz deb ularimiz qo'lda olgan qog'oz chiqardi. Mo'shinaga javob bersang bo'ldi deganki, Xitoy gaping bo'lsa kirib kelsa, bu ko'chada vaqirabsan qilolmaysa, ishini qilsa deb ishi taqab kirib ketdi. Endi Xitoyda Hamdiniyaz kirib ketgandan keyin kim balla namoyish qilaylik degan bir o'y keldi-da. Kelgandan nima namoyish qilgancha shu orliqda Yezlik institutidan bir o'quvchi g'uzliq bo'lgan jeliyuzlik qip qizil yotqan tejivaki yo'qda yotqanlarimiz bital bo'ldicha vaqtcha yotqanlarimiz. Vatanning yotqanlarini hammamiz uyda yotqanligimizda vaqtida Urumchida unda yotqan botqanlar yo'q. Vaqt turmush sharoitimiz ara yotqinni söküytib mazni qo'qib teshi qizil at demiga o'zi qog'ozda yezib bir lozing tayyorlabdi. Qip qizil yotqan teji. Doktor o hukumatning qarshisida bir ushbujak bir Xitoy dukunyapti, shuni o'g'isi chiqyapti bolalar. Bu lozingni ochdi dedi. Ochqanda uni ko'rib bilan hammamiz jonli ketdi. Uni och lozingni ko'tarib qilamiz dedik. Anqashlar. Ha u deb ko'chada nima yozib lozingga? Esimda chiqib ketdi bu. Bizning olti tarafning ikkisi bor ichida. Qaysi ikkisi borligini uqmayman. Ikkisi bor aslida milliy ma'rif, atom sindig'i bu ashda bir ikkisi bor. Asha oltitlik tarafimizniki ikkisi bor. Shu yotgan patqini shu hamda yo'q yozganda dazi bo'lgan ekan. Onu u bolalar tushdi, andan shu yosh bir ko'chatib olgan daraxtdan ikkini shaqqa sundadik. Uni ikki qo'lga bog'lab, uni egiz lozga ko'tarib namoyish qilamiz deb mangdik. Namoyish qilib minib, xalq qurultayi maydonga yana qaytib keldi. Kelib oldirib tursak, yerda o'quvchilar ichida namoyish qilmaymiz degan chiqdi, qilamiz degan chiqdi. Oxiri sapning oldida yo'sa men botdim, hozir kanaldagi Tursun botdi. Yana bir to'naydigan nima kanaldagi Nijot bor, hamda vaqtda ben şu vaqtda oldiga boradigan bolalar biroz jonliq, yuksak mijoz bolalar bor. Ma'noda-chu, qo'rqmaydiganlar. Sal ehtiyot qiladigan, ota-onasidan sal gapini bek yaxshi anglaydigan bolalar sapni oxirroq tur degan ular. Ehtiyot chiqmaydi, chiqaydi. Shu oldida mushtaq sho'x bolalar bordi. Borganga yana g'uljilik Saldar Ma'sum degan og'imiz bordi. Ashlar 6-7 bordi, talash tortish qilib, qanqa Tursun namoyish qiladigan tarafdor ekan. Yana birsi qilmaymiz deb turib. Oxiri Tursunni men bilan Saldar ikimiz ko'tardik buni. Tursun to'lmaymiz bu chochiqda ko'tarib sen vaqiramiziga dedik. Sapni oldigan ko'maydi-da. Buni egizni o'ynimizga olsak u dedi, uni minkoh ham bo'lar, Uyg'urcha chalibdi o'sha vaqtda. Namoyish qilamiz, namoyish qilsak bu hukumat gapimizni anglamaydi ekan, shu ko'cha aylanib bu hissimizni butun Urumchi xalqiga va hukumat uqtirmiz, shu namoyish qilamiz dedi. Shular kaydikilar vurur deb vaqirdi. Bu vaqirgan ichida buni qiziqishlar vaqirgan bor, rost tushunib vaqirgan bor, o'yin tomosha vaqirgan bor. Chunki o'quvchilar ichida her türlü seviyede, her türlü idealge bolalar bor endi. Shundan namoyishda mangdiq, 8'in tizildik, buyruq qildik. 8'in tizilib mangdiq oldidan. Keyingilar shu 8 ga bo'ysunib do'nko'riq taraf qarab mangdiqda. Manganda bolalar aktiv bilan har bir 10 minutga birdan bola oldi ekan, minib 8dan bolani tizib, ko'chaning jamiyatning bolalarini qo'shqizmay, sap o'quvchi sifatida ilib mangdiq. Ilib do'nko'riq kelganda u yerda bizga jiq bolalar qo'shilmoqchi bo'ldi, ya'ni bu tijoratchi Uyg'urlar markazi, buloq beshida o'tdik. U yerda shuna qazqarsa keyin ananiki 16-yo'ldan poyezd stansiyadan aylanib, bugun Gizixondan oldirib kelib, u yerdan aylanib Nurliq yo'l deymiz, u yerdan janubiy shimoliy darvoza orqali soat 4:25 qaytib keldik. Ya'ni biz shu kuni qanday tarif solgan deganda tartib o'quvchilar aktivlik bilan har bir maktabning ilg'or aktiv bolalari, xizmatda Umidning maktabi, Umiddek bolalar, bizning maktabdagi bolalar, mesela u bolalar aktivliklar o'zining o'quvchilari, o'zining saboqdoshlari, o'zining sinfning bolalarini endi turib 8dan turish, boshqa bolalarni qo'sh qilmaslik, shu yerda to'xtamay to'lash, mesela shu yerda oldi to'lgan keyin anglamaydi, mesela o'tirdan to'laydi, oyoqqa bordi, aytadi, shu yer keldi, keyin uzilmaydi. Bu quyruğumuz uzun. Biz do'nko'rikka borsak, quyruğumuz teqi janubiy darvozada shunda uzun mangdiq. Lozunki yo'q vaqtida, qayiq o'tida, qarliq keyin. Shuna aylanib 4:20
5 olay degan vaqtida nima qaytib keldik maydonga yana. Qaytib kelgandan keyin maydonning mana janub tarafidan kirdik. Kirsak u maydonning o'ttiridan Xitoy qurolli qismlar unda liniya qilib askar to'sib olibdi. Bular achchiqlab namoyish qilib keldi, bizni besib kirmasin deganda qildimi qanday? Qirg'izda maydonning yerimi girdik, patmagan ki biz qistab oldik, minib u Xitoylarni keyingi bir qadamdan chekindi. Biz oldigilar, keyingilar ishtirdi, oldigilar ularni ishtirimiz. Anda bu Xitoyda oxir shu xalq maydonining eng chetiga o'tirib yo'li var, parlament binosidan ikkisini arada. Yo'lning girib kelgandan keyin bular bu yoqqa keldi o'g'ay, hammamiz qaytib binoning ichiga kirib ketdi. Biz shu yana ishlagan bo'yicha ishtirib binoning ichiga darvozasining oldiga kirib, hatto balkonning ostiga kirib, Qisqistonda eshikdan birini chaqirib aynak ishga. Chunki keyingilar ishtirdi, oldigilar o'zimizni kontrol qila olmaymiz, bir ish chaqirib. Shu basnada Türkçe balkonga harcılar Abdun rayonning to'yi bo'lsa chiqib hukumat boshliqlari o'tirgan sahnaga Hamdun Niyaz, Sunxalyan, Iminov Ahmad, Janobel, Najmiddin, ya'ni 4-5 Xitoy vaqtida shular yig'ilgan bir rahbarlar balkonga chiqib bizga so'z qilmoqchi bo'ldi. Shundan biz hammamiz chekindik, qaytib maydonning o'ttiriga keldik. Kelib gap oldik. Ansaq ular gapini shu bir muncha bizga Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilgan parlaq siyosatini so'zlab Uyg'urlar yaxshi bequvvatimiz anda qilib deb vakil kirgizinglar, bo'lmasa bunda ko'cha namoyishlar, ishni hal qilolmaysizlar. Bu o'zinglar bilan qolgan. Agar biror qalam qacha chiqib qolsa, buni sizlar javobgarlik qilsizlar deb qo'yib kirket. Kirgandan keyin biz ishni qilolmaymiz, urchaq qilolmaydi. Qaytib ketaylik, qanday deymiz, qaytamaymiz. Ishni yomon tartib boshlagan oxirida ratlik tushirish maqsadida Xitoyning qarshi talab bo'yicha kirish qaroriga keldik. Kirib men Mehmet qardi, çünkü Mehmetni yaxshi tanıyman. Çünkü Mehmet'le biz bir maktabda o'qigan, shuning 5-dan boshini ishlatib bor. Asha 2 qadamlik yig'inlar bilib bor. Mehmet'le birga yotoqda kelganida da 3-yil bir maktabda o'qiganki, onunla tushunishimiz, fikrimiz o'xshash, ideyrimiz o'xshash. Shu Mehmet bunda qarasa, umuman qarab ekan, bir qar dolapgan qar do'ngni ustida qar to'psiniki. Shu Mehmet ko'rdim, bunda qarsam da ko'zimda sharq qilib, sharq qildi, 2 ko'z mangdiq. Mansaq aqımızga 3 bal ergeçti. Ularning birisi Yüzeylik İnstitutu'dan, ikisi Sanat İnstitutu'dan ki ulan tanıştı. 5'imiz kirdik. Kirgenken binanın içinde lık asker. Ular kirişimiz bizni qorşup oldu. Ahırda biz vekil, körüşümüz başlıklar desek, ular bizni askerler yerimizni yağlap, köprüsü ikinci katı çıktı. Çıkkanda öyle Sunxalyan, Abay degen isim atagan rehberler hemiz buraya oturaptık. Oturgan ki ular bizi kirgenini görüp koşup gittim. Her birimiz birden kucaqlap, kol kısıp oturdu. Sunxalyan Netcan kırın şu vaqtida 5 biz. Biz 5 maktabdan birden adam mı ya mesela şu bu vaqtda aktivliklar, pedagoglik qildik, maktab degan gap yo'q. Ko'chib chiqqanlar ichidan shu kunki namoyishning vaziyatini o'ngshash, oxirini chiroyli tushirish maqsadida bir tavakkul qildik, xatarga o'zimizni otdik. Chunki boshida biz bor hamda Mehmet bor, men bor, 3 yilninki qanchaga borligini bilmaymiz hamda ular hamda keyingi maktabda qo'zg'ab chiqishdi babalardi. Lekin bu namoyishning 5dan qo'zg'alishi, yig'in ichishi, aloqa qilish, lozung kezish, tashviq qilishlarda biz bor emaskin. Bo'lgan ekan buni pullarni degan oxirini tushiraylik bunga ya tayg'ini yeymiz, ya bo'lmasa buni mukofotini olamiz. Jira kirsak kirdik deb Mehmet ikkimiz mangdiq. Bu hukumatga gapimiz demasak anglamadi, u yerda bir qaramlik qilaylik deb Mehmet ikkimiz mangdiq. Mangandan keyin Mehmet ikkimiz anglashdik bu yerda. 3 ularni qo'sqida kirishba ehtimol bor, jangvar bolalar. Bo'lganki kirdik deb ularni ergashdi. Tonimaymiz ammo kirib 5'imiz bekirdik. Men Mehmet ikkimiz tonaymiz, qolgan ikkisi tonaydi. Sanat institutining oldiga ular tonishdi. 3-chi bolni men u kun tonimaydim, lekin u o'g'iljiq bolgan tonishdik ekan. 5'imiz kirib suhbatlashgandan keyin oxir u Sunxalyan u bu deb yerda suhbatimizda mana oldi. Bo'ldi fikrini angladik, kiribsizlar. Biz sizlarning 6 savollarni oldik, javobini. Biz bunga chiroyli javob beramiz. Sizlarning talabingiz bo'yicha javob beramiz. Har bir maktabdan 5 ta o'quvchida shu biz bu 5 ta o'quvchi shu kirib bo'lib, bizga ular bir azaq tarbiya berayotganda men birisining shu vaqt meni Sunxalyanmi, Hamdinga biz tutib olganman. Shuni qo'ltiqidan chappa chiqib ketiblar. Men sakinaga jo'rab chiqib, mikrofonni ilib, bitta o'quvchilarga xitob qildim. Chunki bizning kirganimiz ular uqmaydi o'quvchilar. Uqmaydi, nimboqni uqmaydi-da, endi u bolalarni ya urush chiqib qo'yg'ini, ya ichi nimboqni uqmasin deb men ishchilarni teshig'i ma'lumot qilish uchun jo'rab sakinaga o'zim chiqdim. A'loning tasdiqsiz buyruqsiz chiqdim. Chiqib ishkim to'sib olgan soqchi bor, soqchini ishtirib balkonga chiqib,
mikrofon ham jig'itayli deb turgan vaqtida shu vaqtda Abdum rayonining sekretari bosh katibi Najmiddin kap shu yerda batike. Berib mikrofon men bersam badi berib bolalarga biz mushlar kirdik, suhbatlashyapmiz. Endi siz bakanlar desa o tuvandigilar meni tilab ketdi-da. Ağzını bozuk, bu çiyak bu sizinki bir yere çıkardı, andıga mandıga denirken men yaş, hayacan, tüysüz çıkmagan diken men özüm tutaman, men tıldı bulanı. Men yukarı sendir bulan tılatma, tüvenlikler men tıladı, Necmiddin kelip, aslı gidip, bu tıllıgamlar karınız olmuşsun, sakni çıkan kelsen, gepinin çırayla dep şüphe karı olmuş ola dedi. Degen ki azırak, özüm toxtu oldum da, mikrofonu elip, ulaq dedim, kızık gepim var, özüm hazır isim var, vallahi hazır isim sak koydum, olsurum. Bu toxu bazar emas deb başladım. Belki Ümit'in isim kelgisi mümkün. Bu toxu bazar emas, bir gün lalab ketadigan, biz 6 türlük muhim talabni, 6 türlük biz nurg'unlagan muhim talablarni hukumat qo'ydik. Buni bular deb bunda qo'lim bunda ko'rsatib qo'ydi, men ismagandek. Bular deb endi birmuncha hukumatning mas'ullari va Xitoy Uyg'ur bunga javob berolmaydi. Bular Beijing bilan boshliqlar bilan aloqa qilishib, bunga bizga qanoatlanlik javob berdi. Bir hafta muhlat beramiz dedim men. Bir hafta ichida bizga qanoatlanlik javob bermasa, kelar qitimliq payshanba 19 dekabr yan namoyish qilamiz. Hozir biz bularning mushuk suhbatida kelishyapmiz. Hargiz jidal majara qilmayib turinglar deb tushib ketdim. Men u gap degandiga o'quvchilarning qulog'im xush yoqdi, chavakda ular chaldi, men ruhlandim. Yenimga Najmiddin xushib ketdi, kuldi odam. Kulib yaxshi gap qildim, kirkitdi dedi. Kirkitib, anki tuvan kirgandiga ular bilan anki suhbatimizni davomlashtirib, har bir maktabdan 5 ta o'quvchi, taklif 7 oliy maktabdan 35 o'quvchining qatnashishi bilan biz topshirgan talab. Shu mikrofon so'zlarni qo'limdagi varaqni chiqarib, mana hammaning oldida talabimizni hukumat rahbari beraman deb, yenim turgan hukumatning bosh katibi Najmiddinga topshirdim. Men o'z ko'zinglarni ko'rdinglar, ya'ni bizga hukumat biz anglamadik, uqumdik deyapmiz, mana talabimizni topshirdik deb xalqning oldi, jamoatning oldi berdim. Deb kirketgandan keyin kirganda ular bilan so'zlashib, so'ng qilgan, gapni asosan qilgan so'ng qilgan Xitoy bo'lgandan keyin u so'zlaydi. Ashning bo'lsin demisi. O dedi ashta onda bunda talashdik, bizga bir mo'ji gap dedi, biz uning qarshi gap qildik. Bizga bir quloq xushaqidek 6 turli javob savolimizga quloq xushaqidek javob beringlar. Sidq hammasi ilmlik bolalar. Ular qanoatlanlik javob bermasanglar, ular qabul qilmaydi. Ular nimaning to'g'ri, nimaning xatoligini tushunadi. Shuning sizlar tushundiringlar degandiki, ular bo'ladi. Biz 5 ta o'quvchini har bir maktabda vakil qilib avatinglar. 35 o'quvchilar mish oldimiz gaptishida sizlardan so'zlashimiz, vaqtni biz uqtirib dedi. Bo'pti deb kelishdik. Shundan biz o kunlik namoyishni shu kungi vaziyatning ehtiyojini chiroyli oxirlashtirib qaytdik. Shu vaqtda maydonga har bir maktabning muallimlari, maktabning o'qituvchilari kelib, tomoqlarni akilib, chunki biz 12 soat yo suv ichmadik, yo tomoq yemadik. Ko'cha chiryapmiz-da, vaqtda sular yo'q, desak, vaqtda qarni yegan yerimiz bor. Ağzını 40 namoyish to'lab, shu yerga yali qo'yotgan qarni ilib, aslida yapmanga vaqtlarimiz bor. Ki arliqda bu savdogarlar birdan nashbut, olma, samsa, kavoblarni, nonlarni yo'llabdi, bolalar bir-birini taqib yedi. Ashnaqa, endi qo'saqlarni ochdi. Oliy maktabning, boshqa maktabning, masalan, Yezik instituti, Span, pedagogik instituti, Yishuanning muallimlari, maktablarni optizlarni aklab, o'quvchilarni akitishga tomoq, issiq tomoqni akitdi. Chunki bolalar olib ketdi-da, 12 soat so'roq turgan ekan. Ayda tayyorlarken biz namoyish tugatib chiqqandan biz asosda taqab ketdik. Biz maktabga bordik. Demisam hamma maktabda nurg'un bolalar ketdi. Bizning maktabda nurg'un og'rib ketdi. Men og'rib ketdim. Men og'rib ketib ishga keldim. Yetma maktabga yotmaydi vaqtida shu og'riq qilib akamni uyda yetib qolgandim. Urumchida akam bor. Shu yerga 13-chisda kechda Akim Japar meni izlab ketdi-da. Shu kuni bular hukumat 13-chisda yig'in eshitdi. Akim Japar degan kim? Akim Japar atalmış Şinjan Üniversitesi'nin müdürü. 13-chisda hukumat yig'in eshitdi, butun oliy maktabning müdürleri o'zini yig'ib, bu o'quvchilarning bu talabiga qanday javob beramiz degan to'g'riliq. Shuningla ular oxir hukumatdan kelishib 5 ta o'quvchini maktab yo'llab berish, shu bo'yicha 5 ta o'quvchilar 12-oyning 14-kuni hukumatlar suhbatga kelishibdi. Uni men o'qituvchim Akim Japar 13-da chaqirdi, ishxonasiga borsam, endi Akim Japar degan azroq xafa, uni hukumat tas tanqidlaganmi? Abdum rayonidan tanqidlaganmi? O uchini bugun bizning oldi, shaxsan mendan qablab ketdi. Sizlar o'zinglar qilgan, o'zing 5ni top, o'zing topgan bola, o'zing davoni top deganda gapni qilib, do'q qildi. Shu chiqib bu Mehmet bor vaqtida
men bildigan shu memleketimizde bu 5 toplarda 5 topimiz deb o'zimiz bilgancha 5 Burası Mehmet. Mehmet To'xta. Mehmet To'xta. Biz bor bu yerda, ham yerda bor. Kanat Mehmet To'xta mı? Ha. Şu mezgilde okuyuşlar hareketi bu adam ha. Baba başka başta kirgan ishkini birisi bor. Mehmet To'xtamiz bor. Shunlar bu 5lik o'quvchi kirdigan ishni teklab qo'ydi. 5 deb borgan biz 5 o'quvchini topolmadi. 5imga yetib o'zimning saboqdoshda yaqin bola Varis, o'lib ketdi Varis Abubakri, Mehmet, yaqin sinfimda 5 bola deb 5 deb o'zim saylab qo'ygandim. Ertasi degan 10ga o Abduzgolim biz opirdigan Abduzboyga borsak, o 20 bola yig'ilib qolibdi biznikidan. Bu 5 emas, o 5imizni bayram qilib chiqarsak, uni uchun maktab o'zi yo'llagan 5 o'quvchi voqea o'nchilikqa. Sho'sinxo'yning raislari, u bo'la aktiv partiya a'zolari bor. O'zi aktiv nima borman deb volonter bo'lib qolgan bolalar bor. Shunday qilib bizning maktabdan 20 bola bordi. Qolgan maktabdan 5 dan bo'lib kelibdi. Bizning shopir dotkoyliqqa yig'in hukumat zalida bo'ldisa, bizni ular partikom binosiga kiribdi. Biz partikom binosiga kirsak va topolmay, ular bizga hukumat binosi deganiga biz mashina aynab chiqcha bu ya qolgan 6 sinfdan bolalar umidlar kirib yig'inning ichida saqlab turibdi biz kirmoqcha. Biz 20 bola borganki shikda bizni kirgizmadi. Bizga hukumatning buyrug'icha 5 o'quvchi kirdi dedi, 5 kirsa deb. Biz 20 dedik, u 20 kirsak bu yig'in qatnashmaymiz deb hammamiz qo'ltiqimiz patrashkilab bu daqtir o'ylab ve 20 chiqib ketdik, nəhayət ön bo'lib. Kirməyimizdə keyimiz qarab manganda töksiz üminib almadı. Şu vaxt Altın rayonunun mağrurayız. O çıxdı. Lakin bizden darvazda Xitay saqçılarla münazara boşaltdan anlığanmı çıxıb ne oldu dedik etmişler. Bizde mektep çoğun mektep. Başka mektepler sanımız yok. Bizden 20 o'quvchi keldi. Şu 20 to'liq kirmasa kirmaymiz. Sizlar 5 keldi deganda 5 kirishgan, lekin mektepning o'quvchilarining talabi bo'yicha biz 20 avt keldik deb ayda deb gapni yasadik ham bu yerda. Deganga olib kelib qo'lim tutib, "Bo'ldi, hammani kiringlar" deb meni beligim tutib, "Asa qilib kimning bolasi u" deb meni so'rdi. Kishida kirgach, "Mongdashda men palonchi bo'lsam, asa bilim kimni qo'yib jura" deb. Nahayat yiqimliq o milliy kadrlarga, shu vaqt milliy kadrga hurmatim shunday ekan o'zi yo'q. Lekin ular biz Xitoyning suynishga Xitoyning nima qilgan kadrlari bor, lekin burungi bizning milliy Sharq Turkiston Cumhuriyatining qolib qolgan kadrlarimiz, ya'ni milliy ruh va ya'ni Uyg'ur taraf. Ular garchi Abdumray rais bo'lgan bilan ishchidan xo'shal. Ishchidan kirgicha 3-qavatga vaqtda o yig'in 3-qavat chiqib palanib borish mening belimni qo'yibdi-da, belkimni. Söylab bilimimda menda urib chimdab qo'ydi, maqtagandek qilib kirdik. Andikan biz kirsak bular o'tirib qolibdi ekanki, biz ikki saraga o'tirdik. Suhbat shu vaqtda boshlandi. Unda esa birinchi qatim, ikkinchi qatimliq suhbatda yana bir haftadan keyin 12-chi birinchi qatimliq suhbat bo'ldi, 19-chi suhbatda bu suhbatda Umidga siz bor degan gap chiqdi. Ya menda xatolik bor. 12-chi oyning 13-chi kuni namoyish bo'ldi. 13-chi oyning 14-chi kuni birinchi suhbat bo'ldi. Birinchi suhbatda biz nurg'un talash tortib 11 soat talashdik. Ara 3 masala. Demokratiyani ilgari surish, milliy ma'rif, atom bombasi. Bu yerda nurg'un talashdi, o'yin jarayonlar jiq agar hadisini deb bermaydi. Yomon bir hamda Uyg'urlar deylik, ya'ni chunki bu tunji qatim bir o'tirib suhbat bo'layotgan suhbatda ya'ni endi kirsak deb yig'in maydoniga kirsak, yig'in maydon cho'ng, hukumatning kadrlari, ministerlar ochadigan bir yig'in zali ekan. Cho'ng yig'in zalining sol taraf sahnada olti Xitoy boshliq o'tirdi. Uningga qarshi bir da u shakllik qurgan ekan. U shaklning bir tarafida yana hukumatning raislari bor. Uningda shu Eminov Amud bu Xitoy va bas sahnada Sunxallang Janobil Hamdun Niyoz andikan yana bir katib andikan yana bir Xitoy bor, oltisi bor. Andikan u shakllikning birinchi retida biz 50 tak o'quvchi shu kuni 50 tak o'quvchining keynida yana 20-30 Xitoylar bor. Bu Xitoylar Uyg'urcha biladigan mutaxassislarga shu vaqtda hukumatning siyosiy keyindagi tiraklar ekanda, har soatga kasb aklar ekan. Shular biz yig'inga kirdik. Kirganlar o biz kirgandan keyin to'liqlandi, yig'in boshlandi. Sunxallang birinchi so'zini boshlab o burmuncha o'zining Xitoy kompartiyasining qizil pochaq gaplarini qilib dedi. Oxirida bizning talab bo'yicha mangayli birinchi sizlar yo'llagan talab bo'yicha mangayda birinchi temamiz bo'yicha mangdi. Shinjongda demokratiyani asliga keltirayli, demokratiya bo'lsin deganga bo'shilib, o Xitoydagi hamma ishlar demokratik usulda bo'ladi, mandaga deb asosliqi temir davomatning chiqishi, samoy alamatning tushib ketishi to'g'riliq so'zlar o'tadi-da.
so'zlayotgan ekan bu da to'g'ri dedi Tursun Nurdin shu vaqtidan birinchi savolni so'ragan shu Tursun Nurdin u xitoycha o'qig'achqa xitoycha ilgirki yaxshi buni bu ko'plab xabarsizlar do'stlar deb yerim uyg'urcha deb men hanso'z gap qilmayman men o'qigan degan bo'pti dedik biz vaqt hamimiz xitoycha bilgandik deb u so'ngxaylangdan so'radi sen so'ngshuji so'ngdan bu ishga tunishdi ekan chunki so'ngxaylang neptdan kelgachga Tursun Nurdin neptda uning patenti bo'lgan bir injener ekan o'z vaqtida dangliq tunishdigan bular bu o'zi tunishgan so'ngxaylang buni olay deb ketdi va sammitdan injener deb ketdi shunday ikkisi bir qo'yib salom so'kkanga so'ngxaylangdan bu so'radi sen mushtat deding nomzodni kim belgilaydi kim saylaydi ya'ni shanzo degan shu xitoychada sen hozir temir davomida sen nomzod ko'rsatsa u nomzodni Şinjan'daki xalq ko'rsatdimi yoki hukumat ko'rsatdimi yoki Beijing ko'rsatdimi deb bunday bir savollarni so'rdi. So'ragandan keyin bu So'ngxaylang qonunliq siyosiy savol bo'lganda dedi savol u odam yaxshi javob berdi shu vaqtda qaydi. Nomzodni markaziy hukumat bildirdi dedi, tanlaydi ya'ni Beijing tanladi dedi. Andan keyin uni ovoz qo'yganda Şinjan parlament xalq qurultayida sayıldı, xalq qurultayida o'tdi dedi. Degan ki onun karşı namzat yok mu dedi. Degan yok dedi. Bir namzat bo'lmagan qanday demokratik bo'ldi. Degandagi o Türkiye'de bu Jungo'nun demokrasisi müşinçilik deganda gapni qildi da. Degan ki o da bu nimda o'tib keldi deb tursun andagi yana bir qonun ham Ahmet degan bir bola uni qo'p uning ancha bir gap qo'shqandi. Oxiri bu munozirani bo'lmashan to'xtayli deb o'tib ketib ikkinchisi milliy ma'rif o'tdi. Milliy ma'rif to'g'riliq o Abdumuraylik ma'rif nazoratining noziri Nurtiyib shu vaqtda aytibdiki uni u saklik chiqirdi u chiqib 1940-yil 30-yil Şinjan ma'rifi andan keyin Xitoy bizni ozod qilgandan keyin ma'riflarni selishtirib bizning maktabimiz mandaq ondaqda tag'ir so'zlagandan keyin biz dedik bizga u burunqilar bugungi selishtirib emas bugungi Xitoy bilan bugungi Uyg'urni selishtirib ber. Ular nada biz qayerda Xitoy ma'rifi tarafına ketib bordi biz Şinjandagi Uyg'urlar herkes Xitoyda bak radikal diyememiz bu. Şinjan'daki Hanzu ma'rif bilan Şinjan'daki Uyg'ur ma'rifini tesirtirib shu vaqt farqi bo'yicha biz chekayda qoldik. Shunga bizga ma'rif taraqqiyga bizning chet elga chiqishga ruxsat qilishlari kerak. Bizning maktabning oliy maktab nimasini 4 yil tushirishi kerak. Xitoy tilini bizga chet elda majbur o'tmasligi kerak. Uni boshlang'ich o'tirib o'tinglar, ammo bizga chet eldan to'qim o'tinglar. Bizning aspirantlik, doktorlik qabul qilinglar. Bizni yuqori seviye, yuqori texnik o'rinda o'qiymiz, chet elga o'qish chiqamiz. Buning biz yo'l ichinglar degandek talablarni qo'ydikda. Qo'ygandan u yerdan u tashib uni jiq talashib o'tib ketdi. Uchinchisiga atom bombasi to'g'rilik qilib qoldi. Atom bombasi to'g'rilik qilib ular atom anda oldi, manda oldi degan ki arliqda bir xitoy qo'pib arliqda ras siyosiylikka Şinjan demokrat yo'l qo'yadi degan vaqtida birinchi savol so'ragan Mahiratdi. Maynurmi? Maynur. 1981 tarix fakultetining o'quvchisi Qashqa yakanlikda. Osh qiz borki, o shunda turib u arliqda o so'zlar tutib, So'ngxaylandagi janobi so'zlar o'zicha Şinjandagi demokratiyani so'zlayman deb opirib, bu selishtirib İsmoil Ahmet bilan Saybidin Aziz'nin Beijing kötülük geçişine seliştirip özür sizlep gitti. Saybidin 1978'li Türkçülük grubunun mesela hatalaşıp bu hatalaşkan o merkezi hükümet yönetköyüp onu Beijing'e gitti dedi. İsmail Ahmet o özünün 6 yıllık hizmet üniversiteden netice göstergesi onun vazife üstü Beijing'e gitti degendikin ama Maydır şapka toktap kol götürüp yaşıcı dedi. Bu tokta kızlık yapıldı. Bu Saybidin cazanlı Beijing'e gitipti. Bu İsmail Ahmet mukafatını mensiz berdi. Zaten Beijing qanday jinoyatni jazolaydigan turmi bu yoki yuqori oliy rahbarlar bordigan yuqori o'rinmi? Bu Beijing personal deganki janobi udiq beshini qozoqcha bu deb ishlab o'tirib qoldi. O'tirib biz o'quvchilar birinchi qiz chiqdi. Biz o'quvchilar huquq o'tag'anlar o'rnimizni qo'yib qidirib o'tib qachaqdi. Vaqirab bu maydon beshig'imiz kim oldi? Kivaganlar so'ng'alan qilib uni tanaffusdan chiqarib bizni. Tasgaga futbolda to'xtolib bilan chiqirdi ularni tanaffus qilib o'zlari mungdashmoqchi. Bizmi shu bana chiqib ketib, bu buninglar kirib kordordirib, bolalar o'zaro kelishib qo'rqmay jondan gap qilishayli. Mana maynurdek bo'layli, bizmi nima qo'rqimiz bu? Bu kirgandan keyin
canlıq bo'layli dedik. Şöyle o birde kirdik. Biz o birde söylüşatqaqda her bir söylüşatqaqda bizden Xitoyga tomosha turdi-da. Xitoylar Uyg'urchani bizni yaxshi bilgan Xitoylar ekan. Yag'anda bizning gapimizni almoqchi bo'lsa, tomosha etgan bo'lib, bunda o yoqqa bizning gapimizni olib, biz sadda ballar o'g'ashqa kichik. Bu yenimizga hukumat kadrining bizning gapini anglatganligiga pisand qilmay, o'zimiz planlarni tuzib ketdik, anda qilayli, manda qilayli deb. Biz kirpoqchi planlarimizni ular bilib bo'ldi-da. Qaytib kirdik. Kirgandan yani yig'in boshlab bayqadik. 2-chi, 3-chi o'tib atomga kelgandan keyin atomda tutishdi qancha hal ig'ir. Ular dedi atom menda oldi, anda oldi. Oxir xo'p biz atomni shimoldan g'arbdan sharq chiqqan atomimiz dedi. Ashuna tetqisiz gapni qildi. Qilgandan keyin ma'lum Yishuanning Baynoshuanning o'quvchisi ekan, Yezek institutining havorayda o'quvchisi birisi ekan. Ular shuji so'ng shuji Şinjanның hava klimatı şamal yönüşü şimaldan g'arbi janubga sizning atgan atomning bütün zahri udul Qashqa Xotanga bordi. O sharq kuliga bormaydi dedi. Degan o yerda o odam to'g'ri anqachi keyingi Xitoylar bizdan yizib eberdi. Hanki Yishuan bir qiz voqea o'qib sizlarning mush atom universitetidan bizning janubda manda kasallar bo'ldi deb bolalar kam tug'ilyotdi. Jigar kasal, bolalarning kasalları har xil anormal kasallar bo'lyotdi deb vurmudi detal berdi. Agar uningga qarshi keyingi Xitoylar birni yezib o'tga ulartirib biz buni saqlab oldish uchun biz manda vaksinalarni uryapmiz, anda qilyapmiz deb hukumat bu ma'lumot berdi. Anan uning qarshi o'quvchilar yana birim dedi. Shu talash bo'lib oxirida biz uning deb bu suhbatga men qitildim. U qitildi. Uning radioaktiv ta'siri, uning ta'sirining hiçbir to'sanmaydiganligi fizikalik jihatdan, uning ximiyalik, uning zarur jihatdan, ximiyalik jihatdan, biologik jihatdan, biologiyada o'qigan hammamiz har sarimizda bu atomning ziyni ta'siri to'g'riliq bizning vatandan kelayotgan, bizning millatdan qo'ygan ziyni har tarafdan so'zlagan ekan, bular so'zda yengilib qoldi. Jim turib qolgandan keyin hech bir gap qilmay turgan immunitet olmadi, ichida xo'shal tamakin tas chekib o'tdi. Chekib o'tgan ala olti boshliq sahnaga turib qolgandan immunitet o'tini shap o'tirib qanday qilding? Boshqa davlatlarning atom bombasi bo'lganki bizning bo'ludi, sinaymiz atomimiz qanday qilsizlar dedi. Deganki ajdam gap bo'lamdi. Bu mutamlik bir hukumatning rahbari ayta javob beraman deb biz o'rnimizni qo'poldik. Qo'polsa oxir janobil suhbat tugidi. Qaytinglar deb o juvusni kelib mangdi. Mangandan uni bolalar oldin to'sib oldi. Buning javobini berishing kerak. Bu qanday degan gap? Atom Xitoy o'zini men kuchli davlat deydi. Atom sizmi o'zini qo'g'dayapmanda, andaga deb hali ig'ir gaplarni deydik u yerda deyilmaydigan o'zimizning qo'sqimizni portlab turgan gaplarimizni hamma davat qo'ydi. Davasak ular oxirida ishni to'sog'aydi, biz chiqib ketdi, biz qoldik. Ammo tushligimizga deb tushligimizga tushligimizga order qilib bishtaldan nam bilan bir ziq kavobni kirib berdi hammamizga. Suv yo'qmi deb suv bermidi. U vaqt buduqliq suv bo'lgan suv bermidi. Bir taldan nan bir ziq kavob tekib hukumatning tufayligida shunchalar turib o'quvchi bir ziq kavob bilan bir nan berdi-da bizga. Deganki bu o'quvchi qo'saqqa birdan boshimiz yevat qoni, yevat bizning yevatimizni ko'rib, ay o'dlimiz turgan immunit Ahmad bilan Najmiddin ikkisi kavobni kirib bizga berdi. Mening qo'sqim to'xta fikrlarim sizlar men yevatinglar deb berdi. Yet qo'saq emas, ularning qo'sqash bizga o'xshash. Bizning qo'saqning ochlig'ini, bizga bo'lgan ilhomini, rahmini ifodalab, ashga bosh aytib berdi. Uni yevatdir. Ya'ni milliy kadrimizning ichida nochilar bor. Nachallar bor, shunday shakllar bor. Shunlar o yig'in 11-oyning 14-ga kech soat 11da yig'inni tugatib, 11 soatda davomlashgan. Tugatib oxiri biz uyga qaytdik. Endi bu birinchi qatimliq yana nima o'shdaqqa suhbat. Nuri chiqsin. Kapımaysa uyumda nevram kirib. Uyumda birinchi qatimliq suhbat 11 soat davomlashdi degan gap shunaqa. Asosan suhbat shu bir qatimliq, asosiy bir qatimliq rasmiy suhbat bo'ldi. 14-da 11 soat bo'ldi. Biz topshirgan 6-ninki 3 manzildan to'g'riliq 11 soat nazarlashdik. Bizni qayli qilanmadi. Shu kunlik nimda suhbatda biz ustunlikda, biz har bir temada biz o'quvchilar qozondik. Chunki haqliqda bizniki. Bizning savolimiz haqliq. Cevabımız bakın. Ularning hammasi aldamchi bo'lg'achqa yengillayverdi.
Ularning kesib ahli bo'lganligi kasb ahli bor. Kasb ahli kaydi. Demak, Abdumir atamch raislarning deymizda, kasb ahli bo'lmagandan keyin ular qo'ygan savollarga xohlagan javob berib, haqni kulkisi qilib qazongan ekan. Bizda ular ashliqlikqa egizpas javob berib, biroz mazax qildi bizni raporda. Ammo keyin ularlikqa atomga kelganda, o'sha kasal to'g'riliq uning rator keyindagi mutaxassislar sonliq seprlik tekshirish material avatdi. Uning qarshi bizning o'quvchilarning o'zining o'rgangan nimalar borki, shunga bizni javob berdik. Bizning savolimiz haqli, to'g'ri savol bo'lg'achqa biz ya'ni ular bizni haqiqatni yo'shirman dedi, yo'shiranmidi. Ya'ni quyoshdan etaklar to'siqil bo'lmas degandek ular to'siramdi, suhbat yengildi. Oxiri muddatdan burun hech qanday qo'y nad sat chiqib ketadi yig'indan. Yig'in tugdi deb chapini yamonlab dumisiga otiblar tartiblar chiqib ketdi. Bunda bo'lsa, ikkinchisi yana bir savolimiz hamda shu birinchi qatimliq suhbat 11 soat davomlashib bo'lgandan keyin hamda maktab qaytgandan keyin o'quvchi bolalarga bu suhbat nima bo'ldi, u deb navoiy bilish qiziqdi. Mush vaqtdagi bir jarayonni azroq bir to'xtalsak mushunda. Senda bak, sinema maktabini qanday bo'ldi o'qidim. Aniki men deb bizning maktabdagini. Baştakindagi bir jumla so'z qo'shib qo'yay. Mush namoyishning xarakteri, mush namoyishning ta'siri degandichu. Haqiqatan Nurmamat dedi, men shu yana bir jumla qo'shib qo'ymoqchi. Bu yaqinqi zamon Uyg'ur tarixida davr bo'lgich bir namoyish desak bo'ladi. Chunki Nurmamat degandek Uyg'ur ziyolilarining eng cho'ng ziyoli qatlami, kelgusiga yuzlangan ziyoli qatlami birlashib Sharq Turkistonning istiqboli, o'zining istiqboli shuning ichida ko'chaga chiqqan eng keng ko'lamlik, eng cho'ng miqdordagi Uyg'ur yuqori bilim insonlarininki, ya'ni tinish uslubda aqlliq bilan hukumatga qarshi o'zining fikrini bildirish orqali o'zininki tepkisini ko'rsatgan eng cho'ng davr bilgich namoyish mushu namoyishga chiqqan va mushuning ta'siridan toki hozirgacha bugungi chet ellardami da'vo qilayotgan insonlar shu namoyishning ta'siri va shuningda tarbiyalangan yoki shuningda tavlangan insonlar deb qarayman. Sharq Turkistonda har xil sohalarda ishlayotganlar, Uyg'urlikni saqlab, Uyg'urlarni qo'llayotganlar, Uyg'urning tarixini, milliy kimligini kuchlantirayotganlarning hammasi asosan bugungi kunda Sharq agar pensiyaga chiqib ketmagan bo'lsa, shu davrda bu tavlangan shu namoyishning ta'siriga va undan keyingi 88-yili shuning ta'siridan chiqqan ikkinchi qadam namoyishlarning ta'sirida tavlangan insonlar deb qarayman. Bu bir. Ikkinchisi Nurmamat degandek haqiqatan uzun namoyish bo'ldi. Yomon cho'ng narsa bo'lgandiki, men ism kelgan ishdan qo'shib qo'ydim. Biz Dönkö'rükni ya'ni o'tgan vaqtimizda shu biz o'tirdiq, men qattiq pedagog universiteti shu vaqtida voy deb ko'chadagilar degan voqea yoshli o'quvchilar deb Dönkö'rükdagi kavobchilarni tortib samspazlar va ufqularim mani yavlinglar deb shu o'nlarcha odam kavoblarning nonlarini ko'tarib kelgan. Men amma yig'lab ketgandim. Bo'lmasa og'amiz bor, amma ko'zim yosh kelib ketgan chidamay. Andi o'ttir ko'rikni o'tib, ma'liq Gizitxonninki Abdumrayliq Gizitxonning nashriyat demdik. O'tgan chaqda shu talog'a mundaq mana shu shaklda ham qarab turgan ikki binoning ustida cho'ng ziyoli odamlar, uning ichida butunlay ziyolilar o'tirgan qora, balkonga chiqib bir cho'ng onalarimizning, cho'ng dadlarimiz shu vaqtda chiqib Yaşanlı o'quvchilar, yoshli o'quvchilar, yasha Uyg'ur deb vaqirab ketgandi. Shunda hayajonli. Bizni biz o'tayotgan vaqtida shu yerda shu ko'rinishlar endi. Albatta biz shunday yosh kichik 18 yosh degan hozirgi bolalarimiz 18 yoshli bolalar nimani bildi? Biz shu vaqtdagi Uyg'urlarning, ya'ni bizning cho'ng ziyolilarimizning va milliy inqilobdan qolgan ziyolilarimizninki turtkisi va shularninki so'rab menishi bilan bir milliy uyg'unish bo'libdi, shuning azroq shuningki suyini ishgan va Uyg'ur xalqi haqiqatan qattiq uyg'onayotgan bir mezgil ekan deganni his qildim. Shularning shu ko'chadagi manzaralar bizga qo'shgan, bizga hayotda bao, Qiziltog', Xonsan deb tursa shu yerlarni o'tgan chaqdimi Uyg'ur tijoratchilar, ashadagi kavobchilar nimalarmi yugurib yanlarimiz kelib, akaman elonda bir kichik bola, mo'yna nechton nam bilan bir kavob tutqizib qo'ygan bizni kaynimizga. Mening bir ashadagi saboq dishimga. Mani yapmanglar aka deb. Bizning kichik bolalar, o'ylab biz 18 yosh, o bola 11-12 yoshli bolalar. Ashuna bo'lgan bu manzillar odamni bir xil so'yindirib, intayin cho'ng bir g'urur shakllantirdi. Bu shuning deyman, bu haqiqatan bir davlat bo'lgich namoyish edi deb qarayman. Endi abayqi
Nur Mehmet nayet tafsili dep ötdü. Çünkü Nur Mehmet bu işinin beshida ve aşıylık hemmisi özü boğalık için ben bunun da bir qancha yıl keyin üniversiteye bağlılığım için meniki elbette manınız Nur Mehmet'tek onu tafsili çoğunkur göremem kiçikrek der çünkü hakikaten ben balkonda o hazır ben çeteldi birinci qavatda Nur Mehmet çıkıp sözlügen. Kim çıkıp sözledi yo'qolib ketdi bular ichki kriketda tuduq ashad 10 necha ming odam. Bular 5 kriket kelganini xabarimiz yo'q da Nur Mehmetlar ashad o'zi kirkitibdi ichiga. Kirketgandan keyin biz tuduq, baqirib namoyish qilib tuduq. Keyin Nur Mehmet chiqib so'zlagan demiş. Nur Mehmet ilib undan so'ng abam o'zi deganidek mashtan beshnat badoq bir haftadan keyin qilamiz deb anandan keyin bizning maktabdan vakil saylab 5 saylang degan chaqda shu men bo'lmasa shu yil maktabga borgan o'quvchi 1260 dak o'quvchi shu yil olib ekan. Bizning maktab pedagogik universitetimiz 7000 necha o'quvchisi bor ekan shu vaqtida. Milliylar 4000 ga yaqin ekanmiz. Shuningla oshxonada cho'nglar hammanglar kiring deb shu oshxonaga butun tomoq hammadan kirib hech kimni chiqarganimiz cho'nglarni to'sib olib. Unda esa menga vakil avatimiz ya'ni kim vakil bo'ladi degandan keyin yenkaga o'quvchilarga bir vakil bo'lib berish kerak degandan keyin albatta hammamiz yenkaga o'quvchilarimiz qo'rqanchaq 17-18 yoshli bolalar hammaylar. Deganki shu men üstten ustiga chiqibman. Men bo'laman vakil deganda men vakil bo'lmayman desam albatta hammasi abay degandek oldiga chiqishni bir qo'rqish bir andishi bor albatta. Ko'pincha o'quvchilar albatta Sharq Turkistonning o'xshash bo'lmagan shaharlardan va yezi noyalardan kelganlar, shahardan kelganlardan son qilishmaydi chunki ular texmi qo'rqinchaqroq bo'ladi, andishi cho'ngroq bo'ladi ularniki. Men bir vakil bo'ldim. Andan keyin cho'ng sinfning bolalaridan ikki birisi faqat keyin qatimda inqilobni bilgan bir Iskandar bor. Iskandar Nur Mehmet esida yaxshi bildi. U men qo'ygan bo'ldi. Bizning fizik fakultetiniki. Biz fizik fakultetidan 3 odam vakil bo'ldik. Siyosatdan birisi, ma'rifdan biri 5 odam bizim vakil bo'lib qolgandik. 5 odam vakil bo'ldik. Qolgan jarayonlar Nur Mehmet degandek nayet isimli yaxshi. Men Hamudun Niyozning indirab o'tirib qolibdi ekan. Shunda isimni bor. Hamda shu indirab o'tirib qolganim. Nur Mehmet bilan Mehmet To'xtiy, Tursunlar bilan biz shu vaqtida men o chaqda kichik bo'lsam lekin tamoq chekadigan chaqda men o'sha tamoq chekdim kichik bo'lsam shu tamoq chekish jarayonida mashal tonish yo'q voy qaysi maktabdan u bu deb ko'rib andikin shu ilqi sen degan ilqi shu vaqtdagi hadimizda endi 81-yilingda shu 81niki chiqish degan gapi ilqi janobimni o'rtog'iz o'tgan yerlarda shu ayt xursand bo'lib ketib uni men yillarcha hikoya qilib so'zlab shunga ham shundaq o'zimizni kichik bo'lsakmi ashaning ichi o'tirib endi dars olganda endi biz endi nayt yaxshi bo'lganda qaytib borgandan keyin albatta bu kelishimlarni ala suhbatlar ziyon tortib biz tutgan darajada qaytib ketdik mayli yerimida buni yig'ishtirib aytgan bo'lsa lekin maktabga borishni oldirab ketdik berib anlatimiz deb degandek o maktabga bora bormaylam darvoza bizni zaten mashina tag'da saqlab turibdi ekan beşimizin zaten ispandaşının mashinasiga bosdi yurishadi deb qapaqlar turib muavin maktab mudiri shuchi qatorliq 3 kun aytibdi shoferlar shu yo'g'on 11 kishilik mashinada o'timiz yapadi gap qilmay o'tirdik beşimiz apar maktabga tamoq kichik bir oshxonamiz bor shuni tamoqlarni tayyorlab qo'yibdi tamoqni yeb keyin parangiz deb yotoq kirgizatdi kirishimiz bilan butun bolalar saqlab turibdi o keldi deb butun bolalar degan cho'q chiqib ketdi xuddi bir cho'ng bir deymiz bir g'alaba qilib kelgandek ularga qo'shib ket anglatdik cho'ng hamda bizning cho'nglar anglatdi albatta bizmi qo'shiq silib manda bo'ldi anda bo'ldi deb ashad ko'rganlarimizni suhbatlarni anglatgan bo'ldik mashta nayt yaxshi o'tdi hammadan uyg'onishda ajoyib bir jangovarlik hamma nima degani bo'ldi u chog'larda degandek xitoymi u chog'da ilqi toza uyg'onib uyg'urlarni bostiraman bunda tutib etmasam bo'lmaydi ekan degandek bir tadbirlarni olmagan mustaqillikdan tortib qanday qilsak mustaqil qilamiz bularni qanday urusha olamiz qanday qilsak yengimiz degan temalarni ochiq oshkora suhbat qilardik shu hatto shu qashqar xotdan kuchadan tortib kelgan bolalarni tortib tarixni yaxshi o'rgangan bolalar o'zi bilgan o'zining kechirmishlarini o'qigan kitoblarini shu tarafdagi dangliq ziyolilarning so'zlari va shularninki bilimlarini o'ltirib anglata oldik nayti bir qaynan bir bir xuddi kinolardagidek bir qaynan bir ilqi milliy inqilobning ichida yashagan bir davrda hamda shu Başında bo'lgan spandashuda tartiblik berib biz tartibda qaytib kelgan to'q biz mening oldimdagi cho'ng sinfga nisbatan garchi 1300 bolaninki qiyin kelganlarning vakili bo'lib saylanib borgan bo'lsam ulardan kichikman kichik bo'lgandan keyin cho'nglarga yo'l qo'yib shularni anglatgan bo'yicha
O'sha yerda tarbiyalandik. Shuning bilan 88-yildagi namoyishni o'zim boshlab chiqqan. Hatto Iskandar ikkimiz. Boshda tarbiyalanganda endi shuning tarbiyasi shu. Siz 88 inqilobdan boshi namoyishdan bormi? İnqilobni pedagog universiteti boshlab chiqqan mana Iskandar bilan men ikkimiz. Iskandar degan bola. Doim bo'lsa kelar yilisi naqashi o'zigina 15 yil program qilamiz. Endi shu birinchi qadam nima suhbat tugab chiqqan suhbat oraliqda nima ishlarni qildinglar? Ana ikkinchi qadam suhbat boshqa suhbat jarayonni azroq so'zlasak, anan keyin temani bir yig'amdi. Burada endi hozir mana davom deydi. Birinchi ma'lum qilib yozma debdi. 85-12 suhbat kommunizm lageridagi eng cho'ng qatnashgan soni eng cho'ng vaqtda eng uzun bo'lgan namoyish deb baho berdi unga ingliz gazetida. Anandagi Rusning gazetida atom bombasiga qarshi o'tkazilgan eng uzun soni eng qatnashgan odam soni eng ko'p bo'lgan bir namoyish debdi. Ya'ni o'zimiz bilmaymiz. Ayta tarix rekordi kirgan cho'ng bir voqea bo'lgan shu. Ya'ni Uyg'urlardagi uyg'unish milliy ruhning portlashining amaliyotda o'tirib chiqishi bilan bir tarix yozilgan. O tarixni bizning Uyg'urlar qadrini bilmaydi endi. Lekin chet ellik buni tadqiq qilib, ashta bog'lab berdi. Nurg'un bog'lar bor. Endi biz namoyishni tugatib bo'lgandan keyin biz qanday bo'ldi degan bizning maktabning ahvolini deb beray. Qisqada aytay. Biz 11 tuganki o maktab bizni hukumat 14-dekabr suhbat yig'ilgandan keyin butun oliy maktabga Wang Yimangning hujjatida bir hujjat tushirib, butun oliy maktab o'quvchilari shu bir kun ular siyosiy yuz chiqibdi. Ularni qo'rqitib, ba'zi qizilpachaq ota-onalarning yozgan xatlariga bolasiga o'qitib buni. Bolam seni Jungo Kommunist partiyasi o'qitdi, yetaklab o'tdi, andaga biz burungi Gongchandan vaqtida pomishib bilganlar bizni mandag'azgan, biz Gongchandan kelib bizni qutqildi, bizni azod qildi, sen kompartiyaga sodiq bo'lishing kerak, ular isyon qilmasliging kerak, mandag'ay sen degi hukumatning pulini o'qiyotsa cho'qim o'qib hukumatga loyiq kadr bo'l degandek xatlarni o'qitib bolalarga ota-onalardan kelgan xatlarni bolalar degani qo'rqitib yurgin chiqarib vaqtida ayda bir yig'in etdi. O yig'in tugaganki ular o'ylabdi-da bizga bu yig'in ochgandan bu yig'in ketganlarni so'livatdi deb o'ylabdi bolalar. Ular turmi so'livatdi deb biz 11 kesab 11 kelmaganki bu bolalar apla bular so'laga o'xshada hamma bola emas yataqdagi ayda qiziqadigan bolalar yataqning binoni oldida yig'ilib turibdi. Biz kelganda biz osh qo'saq qo'ygan ekan, kadrlar oshxonasida bir oshxonamiz bor. U yerga bizning oshpazlarimiz xabar borgan. Eng isil biz umrimizda 5 yil universitet vaqtida yeb baxmagan tamoqlarni tizib tutadi. Isil bir nima qildi. Yangi fikrlarda. Ya'ni oshpazlarni xush ketgan gap. Oshlarni memnun bo'lgan. Yangi fikrlarda o'z vaqtida bolalar tamoq talishib so'qishatdik. Ular bizga ichidan atatdi, biz tejidan atatdik. Askar siz qo'rqaganlar. Ajda jida qilgan bo'lar, u kuni bizni yaxshi kutib oldi-da. Çok akıllarımız. Ve mimar bulup keyin yataqlar kirsak binanın aldırıp bassak nurg'un bolalar bizni bexatarga ensirab turib tikmişler. Bular cho'qim so'lavat deydi. Chunki Wang Yimangning hujjati qattiq qo'rqinchli bo'lib ketganda bolalarga. Shuni bular qo'rqib olibdilar. Bizga bu hujjat kelgandan keyin bu ketgan bu vakillar çok so'lavatdi Xitoy debdigan biz sog' salomat qaytib keldik. Keyin bu bolalar kirib qo'sh yo'ldi. Biz ketdik. Ketgandan keyin biz hamda ay degandek nima bo'ldi deganda davom ettirdik. Bu suhbat tugagandan keyin biz ularni shaxsan men o'zim bir haftalik muhlat deb degan ekan bu shu kungi suhbat natijasidan Xitoyning hukumatining bizga endi qayta chaqirmaydiganligini his qildim. His qilib o'zimning yaqinlarimdan mening bir sog'chi bor Olim Rahmon deydigan uning bilan endi Mehmet To'xti, endi Voris Abobekir vaqt aktivlar hamma nima qatnashgan. Bu dediga bu endi hukumat bizni chaqirmaydi. Ham bu va'dasidan turmaydi, buning to'g'ri biz degan ikkinchi qitim namoyish chiqishimiz kerak. Shuni endi bu da chiqqan ekan, tafsili, chiroyli, tartib chiqayli, tayyorlik qilayli deb ashada bugungi Amerikada bir muxtar cho'ngda ma'lum bo'ldi. Shu uyi bekorga o'zi cho'ngchingga yopilgan ketgan uy bo'shdiki, uni ma xili deb og'inimizniki oshqish baki. Osh uyga yig'ildik. 5-6 miz endi qanday qilamiz deb nima qilib ankin shu 14 bos 15-yilda men yana spandoshi yishoyan nimaga sayzi cho'ng bak shart ubitlarni ko'rishib shart berib bu hukumat bizni chaqirmaydi ishga jihatda biz cho'qim bunga namoyishimiz tayyorlik qilishga 19 cho'qim qilamiz deb ularni aloqa qilib keldim. Ya'ni boshqa bolalar boshqa harakatda kelib tayyorlik qilib uning lozungalarini qanday qilasiz qanchadan lozung qilasiz bu da lozunga yo'g'on xat qilib tayyorlik qilib qildigan g'ammiga qildik. Ikkinchi qatim 18-yilda dekabr kechdi yana bordim shu maktabga namoyishni hukumat bizning endi 19-da qildi deganimizni
ya aldığı sürüp ya keyin sürüp kılaylı çünkü bula tosu olmasın degan maqsadda bir taktik o'ynayli dedik, lekin uni biz o'quvchi o'qiganda o'ynayolmadik. Va'dimiz bo'yicha o'g'il bola qilib 19 chiqamiz deb bizim joyli qilib 19 chiqadiganini qaror qilib 18-da kechdi yana bordim deb ular aytcho'qon namoyish chiqamiz, lozungalarimiz manda bo'ldi. Artıq shuar yozmayli, shuarlarimiz lozungaga o'xshash bo'lsin deb biroz tartiblik insonlik chiqayli degandek qildik. Qaytib kelib biz kech soat 1da meni yatqimda chiqib ketdi. Bildi-da bular meni nima qilayotganimizni bu biz bilmaganlar hukumat aqimiz odam sap qo'ydik-ya, o'qimaymiz vaqtlarda. Mening shu maktabga borganimni bizning muxtarning yatqida yig'inchiligimiz hamma hukumat bildi-ya, biz bilmaydigan bilan o chiqashga bildik. Bo'lib o'zining planlarini qilib qo'yibdi. Shuni aytdigani qo'ysak meni chiqib bizning fakultet zdoviyaning ishxonasiga solib qo'ydi. Yana bir olim degan ikkimizni. Kim qarasa ufqan bo'ldik, qaysidir bola chiqdi. 11:20 bo'lganda bizni tamoq chiqib qo'yib ikkimizni. Biz tamoq chiqmay o'dilib ko'cha qilsak, u vaqtda bir qism bolalar chiqib ketib, bugungi tibbiy institutning oldiga ketib ashaga borganda biz optizdan qo'g'lab yetishdik. Yetib namoyish qitildik. Namoyish bo'ldi. Sonimiz burungidan ozroq, chunki butun maktablar tadbir qo'llanib, eshiklarga to'sab chiqamabdi. Biz ko'chada o'tib olsak, san'at institutining bolalarım rishakiladi, vaqarotu chiqamadi. Yishvenning bolalarım chiqamadi, tamdan chiqamay. Tamda atılib chiqayotgan o'g'illar bor azsanda, lekin ko'p sonligini maktab to'sib oldi. Shundaqdim yana burungining yerimchilik o'quvchi yana aylangan safarimiz buda uzun. O tibbiy institut qildik-da, yo'lda aylanib keldik. Oshda aylanib yana xalq maydoniga oldiga keldik. Kelsak yana hukumatning kadrlari, rahbarlar yana to'pi chiqib yan dedi. Biz sizlarga javobni berdik. Yomon gapingni olsa yana ishga kiringlar, o bu degan. Yani kim ishga kirib kelsa, yana o'xshashda buda kelsa solab qo'ydi-da endi ular. Biz sanadi. Shunga oxir ishchida shu vaqtida bular biz namoyish qilayotganda bular ikkinchi qitim suhbatni o'rlashtiribdi. Uni bizni chaqirmay, yani bizning o'ylig'imizga to'g'ri chiqdi, bizni chaqirmay o'zlari istagan 5 ta maktabni o'quvchilarni akib chaqiribdi. Men masalan Umid ikkinchi qitim ham berdi. Bizning maktabdan kim bordiga o'qimaymiz, ismimiz yo'q ikkinchi qitimda. Aytadi. Biz namoyish qildik. Ikkinchi qitim bizim talada. Sen maktablar sabamapsa. Bizning maktabdan Şesunçunun ki şu ilkenin başlığı ne? Şöyle söyleyeyim mesela şu vakti benim isimim olsa bizden mektepten Şöhret de şu vakti şöyle söyleyeyim aktif prezident Ubatı enki mazıkı Sübbi Hacı Yakup'un oğlu Sübbi var. Onu şöyle söyleyeyim muavresi şu ikisinin bağını bildim ben. 5 verdim. Bizimki de 3'den biz talar namaz kıldık ular işçi söz işipti. Ansama tursunmu şu yığın verip okumay o. Yığın kirip o deydi. Biz sizlarni kirib deb saqlab sizlar kirimdan ishni bizga burunqidek erkinlik yo'q, oldimizda mikrofon yo'q, so'zlaydigan narsa yo'q. Hukumat mandaq bo'ldi deb bizni og'zimizni tuvoqlab yig'in tugatdi, qaytib chiqdik dedi. Sizlarning tishni namoyish qilyapti, biz bilmabdik dedi. Shunga o ashtaq namoyish qilib biz tishni namoyish qildik, qaytib yana o'xshash 4:25 kelganda endi xalq maydoniga keldik, kelsak ular degan bolalar so'qoq to'nlab ketdi. Endi qarsak, sen egizpashlik urush chekish bo'lib qolish ehtimoli bor-da. Bazı bolalar dedi, nereden geldiği okumayımız. Ot yıkıp meydanın oturup cıyık kömüde. Gülkayık kişi tüneyimiz dedi. Değil mi? Kışın gün tünmek diye olmayamaz. Tonlap kızma. Ama şu aralıkta o nerede kalsak iki traktörde kömü durdu. Ay Lodovan'ın balıra geldi mi o kime geldi? Ekip optu da. Ay plalapadı vallahi. Kim plaladı, kim ne öldü onu Xudayım bildi. Çoğla bağımı o bir yerde akışta. Ya şükür tuval kalla bağımı o. Ya ki müşteri aşağı kişi tünüsün diyorlar bağımı. Okumayı iki traktörde kömü oturdu da kocada. Atırda bir balla çıkıp bir dakika tüneyli dedi. Ahır dedi tünesek olmaydı. To'lab kalmıyoruz geçici. Yani tünegenden faydası yok. Dediğimizde kayıt edildi. Bu dağlık mikrofon mümanlığı tarih 83'te bir balla Şöhret dedi. Onu yana götürüp egez götürüp onu yığın namoyishni oxirlashtirishni to'g'ri gap qildi. O gap qilib bir so'qoq kechish tünesek olmaydi. Bo'lmasa tüneyimizde kömüyapti o'timba. Lekin biz ichib qo'ysak ichib ketdi, osh qo'ysak, tala so'qoq og'rib qoldi. Shuni bugungi namoyish oxiri ketaylik dedik. O ikkinchi qidim namoyishimizga biz chaqirmagan o'rta texnikum bolalar xapilab ulardan jiqaq ketdi. Endi Urumchidagi 14-o'ttira, 17-o'ttirning bir qism o'quvchilari bor, Sodi maktabining bor. O nerdagi yeziklik maktablarning o'rta texnikumning bolalari biz chiqarmagan bolalarning o'rnini ala to'qilib, ya'ni maydon chiqadi. Shunlar bir yig'ib aytganda bir hafta 12 19 Urumchi namoyish uzilmadi. Keyin Fuqam maktabning bolalari 100dan 200dan bo'lib, ular o'zi ko'chish namoyish qilib, maydonga kelib, baqirab ketganlar bor. Aytibdilar. Aytaqib ikkinchi qidim namoyish 19 tugadi.
Aşnaqa tarixdagi 12 ayning 12 va 19 2 kunlik tarixiy bir namoyishni qilib tugatdik. Shu. Bunda olganda bu qatimqi namoyishning shu Uyg'ur jamiyatiga ko'rsatgan ta'siri qanday bo'ldi? Bu namoyish zodi shu Urumchida bo'ldimi yo boshqa Sharq Turkistonning boshqa viloyat noyillardagi noyillar kengaydimi? Uni keyin anladik biz o vaqtda bilmaymiz, o vaqt biz aloqa yo'q, shu vaqtdan ballada Dembo Telegram qilgan ishlar bor shu vaqtda. Endi o'quvchilarga xat yozgan ishlar. Endi eng tez mang'ini uchur balkim Telegram bilan mang'di yoki Urumchidan ishkirib berayotgan Saudiya orqali uchur ishkirga bordi o'g'ay. Ishkirdagi mesela Beijingda, Shanxayda, Nanjingdagi o'quvchilarni namoyish qildi. Ashuni bizni qo'llabda. Ular shu kun emas, ertasi yak o'g'ini. Andikan Qashqarda bo'ldi namoyish, Xotanda bo'ldi, G'uljida bo'ldi, Bo'rtlarda bo'ldi. Bu yerlik o'quvchilarni ilgirki kunini aniq emas, 12 emasga 13-14-kunlari ularni namoyish qildi. Buni keyin anladik. Ularni Urumchiga xuddi 89da Beijingda bo'lgan namoyishni butun Xitoyning Amerikaliklar Beijinglik o'quvchilar namoyish qo'llaymiz namoyish qilganda bizning 12 Urumchida bo'lgan namoyishni nada Uyg'ur o'quvchilar bo'lsa Xitoy shahridagi uylarda namoyish o'tdi, Urumchilik o'quvchilar harakatini qo'llaymiz deb. Andan keyin bizning vatanning janubidagi Qashqar, Xotan, Aqsumba, Aqsu, andan keyin Bo'rtala, G'ulja bu yerdagi o'quvchilarni Urumchilik o'quvchilar namoyishni qo'llaymiz deb namoyish qildi. Namoyish endi Urumchida shu 80-yillar Urumchida namoyish qaynagan bir yil. 80-yillar uyg'ongan, toza voyaga yetgan bütün xalqning uyg'ongan hamma yerda namoyish qaynayotgan 80-yildan boshlab 89-yilgacha namoyish bo'lgan. Ya'ni 9 yil to'xtamay namoyish bo'lgan vaqtmi 80-yil. Ash namoyishdan keyin kamkilarlik bir namoyish bo'lgan. Masalan, Aqsuspanda o'qituvchi qilayotgan mezgilda shu mezgilda ikki o'qituvchining og'iz azroq anglaganimcha shular ash namoyishga bizim maktabdagi bolalarga yo'l qo'yib ba'zi narsalarga istash qolganligimiz uchun xil ig'ir jazolarni ko'rganda shu paytda mana hech qanday o'sha kon oliy maktab o'qituvchilari ekanda hamda faqat o'smagan o'qituvchi ekanda shular bizniki ekan hammamiz o'sab maktabga mudir bo'ldi yoki uni bo'ldi bilak o'dorni chiqib ketdi biz mush maktabda shu odat o'qituvchilar bo'ldik deb ayta bir deb bergan nimalar borda hozircha quloq tuyimda ishlarning nimasi endi shu qatimliq o'quvchilar harakatidan keyin bu o'quvchilar harakati Uyg'urlarning ashariki siyosiy va ijtimoiy hayoti qanday ta'sirlanib keldi? Albatta, ana cho'ng ta'sir olib keldi deb qarayman. Hozir degan siz narsada Xitoy hukumati ichki jihatdan 82-yildan 85 shu 5 yilda oliy maktabga o'tganlarni Atmurayning muhim o'rinlarga va nuqtaliq o'rinlarga xizmatga olmaslik deydigan o'qituvchilik qildi shu vaqtida. Haqiqatan siz degandek tuvan o'rinlarga bo'lingan bo'lsa, ashalardan ularni o'stamaslik. Chunki ularningki milliy ruh bilan tavlinib qolganligini Xitoy albatta ko'rdi. Chunki u bir kuchli milliy ruhda emasmi? Buning ta'siri nihoyat kuchli bo'ldi. Menimcha Uyg'urlarda bir qattiq cho'ng uyg'onish hosil qildi. Keyingi bo'pmi ziyolilarimizning qat-qat chiqqan nashrdan chiqqan kitoblari Turg'un Almas afandimninki Uyg'urlar O'llar tarixi degan o'xshash kitoblarningki chiqishi qatorliqlarmish hammasini yig'ishtirib bir gavda qilsak hammani Uyg'urlarning shu 10 yilda eng uyg'ongan vaqti buningki dastlabki qadamining birsi shu o'quvchilar namoyishiningki keng ko'lamda o'tirib chiqib Uyg'urlarning milliy manfaati uchun ziyolilarning ko'chaga to'kilganlari Moşu Uyg'urlarni hatta ziyolilarni cho'nglarni qaytadan uyg'otib shularni ilhomladi deb qarayman men. Cho'nglarimizni hatta. O namoyishning ta'siri jamiyatga albatta cho'ng bo'ldi. Ya'ni 85 namoyish, ham tunji namoyish bo'lg'achqa cho'ng bo'lg'achqa keyingi namoyishlar, keyingi uyg'onishlar, keyingi harakatlarning manbasi, ya'ni madadkori bo'ldi. Anadagi 88 bo'ldi. Ya'ni o'quvchilar butun vatanimizdagi yoshlar qo'rqmaydigan, namoyish qildigan, hatto keyingi bora vaqasi qodek qurolli harakat qildigan darajalarga bor. Uning asosiga ya'ni 85dagi birinchi qitimliq qo'rqinishdan patlab chiqqan bir isyonda bu. Bo'lgandiki keyingi kishilarga yo'l ichmadi. Ya'ni keyingi Uyg'urlarning kelajagidagi chunki bizning oltinlik talabimiz unda qo'yganda nayt muhim Sharq Turkistonning ya'ni Uyg'ur xalqining kelajagini belgilaydigan muhim oltinlik talab. Bu talablar mustaqil bo'lganda hal bo'ladigan, ya'ni Xitoy aldarab hal qilmaydigan, ya'ni Xitoyning siyosatiga tik qarshi bir talab bo'lg'achqa bu Uyg'urlarning kelajagini o'ylantiradigan, kelajak uchun harakat qiladiganga bir asos soldi bu bizning oltinlik ham namoyishimiz. Ya'ni ziyolilarimizmi, cho'ng ziyolilarimiz biladi, balki bilgan uni yig'inchoqlab akilib bir yerga ommaga tashviq qilinmagan.
Biz o'quvchilar bu 6 yillik narsani o'zimizni yig'ib butun Uyg'ur xalqiga tashviq qildik, bildirdik. Ya'ni Uyg'ur xalqini kelajak uchun bir uyg'unish, kelajagining xatarligi, kelajagining toz parlaq emasligini, hozir Xitoyning aktiv bo'lgan siyosatining biz uchun bir shumliq ekanligini bildirdik. Ular bildi, shuning qarta keyingi 88, 90, 91, 97 g'ulja bu namoyishlar shuning partisi deb qaraymiz. Shundan keyin ilhomlangan namoyishlar bo'ldi. Ammo buning Xitoy hukumati bo'lgan ta'siri, ashunki Xitoy hukumati Uyg'urlarga bo'lgan erkinlik nimasini tarqatishga boshladi. Qattiq qo'llab qilishga, bularni kang qo'yib bersak, beshimiz balo bo'ldiga o'xshaydi dedimi? Ani qo'ydi, andan keyin biz o'qishib tugagan shu umid degandek 82dan 83 oraliqda bo'lgan o'quvchilarni Urumchiga xizmat olib qolmadi. Olib qolganlar misol partiya a'zosi, hukumat sodiqlar qolgansa, qolganlarning hammasini janub kelgan bu şeyga qatib yezlarni muaniq joyladi, hammamizni tuvanda joyladi. Tuvanda xizmat chiqib bo'lgandan keyin bir-biridan xizmatlikqa turmaga solimdi, turmaga solangandan bir ikkisi bor. Ammo masalan hozir bir yetishgan ziyolining o'z kasbida ishlayapti. Masalan, men fizikada o'qigandim, gizxon nima qilman? Kasbim o'z kasbini ishlatmadi. Yana boshqalar bor. Masalan, Mehmet doktor biologiya o'qisa, buni ingliz dars beradigan bir kasbim berdi. Ayda xizmat qildi. Ashta ta'til vaqt unga tuvanda kunda chorshanba siyosiy yurish deb o'zimizni ichirib sayilib deb bizni pipan qilib, o'z-o'zimizni pipan qilib saran qilyapti. Ayda ishlar bor. Endi bu Xitoy hukumatini bizning bu 85-yilgi bu namoyishimiz Uyg'urlarni uyg'otdik, Xitoyni o'g'itib qo'ydik. Ikkilisi bo'ldi. Xitoyga signal berib qo'ydik, ma Uyg'urlar sal yana avtonomiyani yana uzroq qo'yib bersa, aqishda mustaqil o'takidiga o'xshaydi degan signalni berib qo'ydik. O'zimizning Uyg'urlarni kelajagining xatarlik, buni o'yganmasang, oldin o'yganmasang, xuddi Abduxoliq she'rining yozgan she'ridek, o'yganmasang, oldin xatar, hozir sen yomon xatarlikka olib ketib borsa deganimi, bizning 6 turlik talabimiz orqali ifodalashib, uni butun Uyg'ur diyoriga ishkirda o'qigan Xitoylar taqchi orqali Uyg'ur ziyolilariga bildirdi. Buning ahamiyati shu. Rahmat, endi yana bir savol kalam kelib qoldi. Masalan, siz suhbatingiz dedingiz. Rossiyaning tadqiqotchilari, yana keyin ba'zi Amerika tadqiqotchilari shu 85-yilda 12 dekabr Urumchida bo'lgan o'quvchilar harakatiga yaxshi baholarni berib ekan. Masalan, Rossiyaniki bu atom bombasiga qarshi tunji qatamliq dunyoda portlagan namoyish degan so'zdaqqa. Agar Amerikaliklarmi bu demokratiya sohasida bo'lgan bir namoyish bu degandek. Ashtagan bu namoyish haqida xalqarolik medialarga chiqqan bir xabar yoki bir narsa bormi ekan? Bu xabarlarga o xabarda Urumchida milliy o'quvchilar 2000 degan chunki shu vaqtda hammasi Amerikaning olsun, hammasi Beijingdagi hukumatning bergan uchuri qaraydi-da, ular axborotchi bo'lgandan source, ya'ni manba qaraydi. Manba hukumatning manba qilib 2000 dak Uyg'ur o'quvchilar hukumatga qarshi namoyish qildi, 6 turli talab qo'ydi deb qisqa xabarlar bor ekan, bir nechasi bor ekan. Shanxay gizli chiqqan ekan, Urumchida chiqqan ekan, Hong Kong gizli chiqqan ekan, chiqibdi. Uni men yaqinda men tadqiqotchi tip hamini yozdi demaydi. Men aytgan xato men izib qo'ysam bo'ladi. Ekranni ko'rsatganmizda, lekin ta'sir bo'libdi-da, ashna ta'siri mana shunda men qo'shildim. Uning ta'siri bo'ldi, chunki odatda hozir bir yerda bir Yevropaning bir yerda 100 odam namoyish qo'yish dunyoga ta'siri bo'lsa, ma degan ba kommunizm bular the first democratic slogan in communist lager debdi-da, communist bloc. Kommunizm blogida birinchi demokratik shuar deb beribdi inglizcha. Ruslar atom bombasiga qarshi eng uzun, eng soni ko'p, ham vaqti uzun bo'lgan bir namoyishlar. Chunki nurg'un namoyishlar 4 soat, 5 soat kirgitdi. Bizningda aytgan 6-8da boshqa soat, 6-12-11 soat bo'lgan namoyishlar bu. Shuna bunda uning ahamiyati hamda chetliklar uning ahamiyati demaydi, chetliklar uni analiz qilib, bu qandoq sharoitda, qandoq muhit chiqqan, buning nima bo'lgan, shu vaqtda vaziyat qandoqdi, Xitoy vaziyati qandoq, bular qandoq sharoit chiqdi deganlarni tahlil qilib, ya'ni bizning shunday bir ojiz holatda, shunday bir sharoitimiz nacharlikda shunchalik jiqadamni ko'chaga chiqib, Xitoyga qarshi, ya'ni kommunizm lageriga qarshi chuvar to'lg'anligimizdan bular faxrlangan gap. Xushlangan gap. Biz Uyg'ur xushlanmadik, faxrlanmagan bular. Lekin chetalik o'yindan faxrlanadi. Rahmat, bu nihoyatda yaxshi bir xabar ekanda. Masalan, 85-yillar o'tirib o'ylab baqsaq, bu namoyish desimi, xalqimiz uni bilmaydigan bir mezgilida
Endi bu namoyishlar hozir 85 namoyish hozir bular kunda Urumchi Xitoy konsulxonasida ko'cha qo'ygan namoyish qo'shtirdi. U namoyishlar bu namoyish yuzbasi o'xshamaydi. Bu chet elda bo'lgan namoyishlar shiorimiz aniqlam Xitoy uni bu chiqasi. Bizning u vaqt shiorimiz birisi muhit, sharoit, o'zimizning xatarligi, tajovuzchiga qarshi bir namoyish andigan qo'ygan talablarimizning salmiqi jihatdan andigan qatnashuvchilarning yoshligi, yosh qurami biz kichik bolalar emas. Cho'ngimiz 21 yosh, kichigimiz degandek 17 yosh, 16 yosh vaqtida unda bolalar maktabida o'qiydi. Texnikumning bolalari hamma 16 yoshga qo'llatdi. Ha, 16 yosh eng cho'ng o'qish bitirgan bolalar 21 kirdi. 17 yoshga kelgan bo'lsa, 21 yosh, 25. Men 20 yosh vaqtim, cho'nglar hisoblaymiz endi. Ashlik bolalar bizning kallimiz, aqlimizning ashinchlik yetib, ashni ichiqqanligimiz bu chet elliklarning nazarida cho'ng bir ish, mo'jiza hisoblanadi. Hozir biz chet elda namoyish qilyapmiz, nurg'un ziyodi nimalar bor, qanchalik bir ta'sir qila oldik? Yo'q. Uning nisbatan u cho'ng ishda u. Endi men tavtam, xushuttam ishni qildi. Mana misol bugungi vaziyat qarab boqaylik, namoyish ba'zida deydi bu namoyish bitib chiqib namoyish qilib ket. Bu namoyish bilan bir hal bo'lmaydi. Uyg'urning taqdirini o'zgartirib bo'lmaydi. Bo'libmi diktator bir davlatga, diktator hokimiyatga namoyish ta'sir qilmaydi. Ikkinchi mustamlik qilgan, ya'ni mustamlikchiga bu namoyish ta'sir qilmaydi. Chunki mustamlik seni qurolliq besa olgan ekan, u seni namoyishni bilan qilmaydi vaqtida. Mana buning ta'sirini ko'rdik. Birinchi bugun Suriya bir diktator hokimiyat. Uningda namoyish bo'ldimi? Bo'ldi. Dunyodagi eng cho'ng namoyish bo'ldi. Butun ay ben bir şey degandek sosyal medyada maydonlab aloqani payda butun Suriya xalqini qo'zg'ab 10 million Suriyada qo'zg'algan, lekin hokimiyat diktator boshqa anglamay qurolliq qildi, qurolliq kuchni tankilanmay nurg'un qurbon bo'lib bo'ldi. Oxir qanday bo'ldi? Fursat g'animat kutib yig'di. Endi biz Uyg'urlarga Suriyaniki shu namoyishlar, bizning namoyishimiz Suriyani bugungi odamlar bizlar bir bog'lab o'taymiz shada. Suriyada shunda bizga o'xshab namoyish qilgan ularmi? Diktator bo'ldi. Bizim namoyish qildik, lekin bizni qaldi qirg'in bo'lmadi. Bizning namoyishimiz xalq o'tib, umumiy xalq qo'zg'almag'achqa bu cho'ng qarshish bo'lmadi, shu to'xtab qoldi. Suriyaniki mana diktator hokimiyatga qurolliq kurashga o'zgardi, urushib, ojiz bo'lib yengildi. Oxirida bu qurolliq mujohidlar, ya'ni qurolliq o'kcha saqlanib qilib, vaziyatni, fursatni, xalqqa vaziyatni o'zgarishini kutib turib, 13 yil urushib olamagan Suriyani 12 kunda oldi. Butunlay 12 kunda Suriyani azobladi. Ham biz Uyg'urlarchi deganda namoyish qilib kirib kelsak bo'lmaydi. Chunki bizning dushmanimiz mustamlik qilgan dushman. Qurolliq biz kirgan Xitoy. Uning qarshi bizmi Suriyalikdek ham namoyish qilgan, ham qurolliq kurash qilgan, ham siyosiy kurash qilgan bir potensial kuchni hozirlab tursak, bizga shunda Suriya kelganda xalqaro vaziyat o'ng kelganda, sharoit hozirlaganda bizmi Xudoyimiz 13 kunda yoki 15 kunda bizmi vatanimizni ozod qila olamiz. Onun için biz mi tayyor turishimiz? Bu yolg'izlam tashkilot qurilib, favqulodda vatanzor vatan kelib xizmat qilman degan mandat olamiz. Men vatanimni ozod qilish uchun jinimni pido qilman degan ruh bilan bo'lsa-mu, xuddi Suriyadagi fidoilardek inshaalloh bizim vatanga bir vatan ozod qilamiz, jinimizni pido qilamiz degan ruhlar butun Uyg'urlar biz tashkilda tayyor tursak, har jihatdan, siyosiy jihatdan, qurol jihatdan tashkilni turgan vaqtimizda inshaalloh bir kun bizga shunday Suriya kelgandek fursat keldi, omad keldi. Bizim vatanimizni ozod qilamiz, lagerda turgan xalqimizni qutqizamiz. Bizim vatanimizga xuddi bugungi Suriyalikdek yig'lab qaytamiz. Men vatan berib qolsam, ya chegaradan kirgan paytda yerni suyab, o'zim tuproqlar juyman deb, ashunday darajada. Chunki vatan bizni. Ashunda qilishimiz kerak. Bizmi Suriyalik o'xshash xalq, bizmi Iroqdagi, Suriyadagi, Falastindagi o'xshash xalq. Bizning vatanimiz shular o'xshash vatan. Bizim vatanimiz uchun ashunday jangovar, fidokor bo'lishimiz kerak. Men shuni tavsiya qilaman. Rahmat Eldavsa, bugungi ma'vo nimadan 3 inkas chiqdi. Bu inkasning ichida bir inkas diqqatim tortdi. Meningki Ilshod Qodir so'rgan inkas ekan. Mana nimaga yo'llab qo'ydim. Mana ekranda to'liq ko'rinmay ekan. Bu savolni ikkilanib so'rabdi-da. Men o'qib beray. Hurmatli Abdurim apandim, suhbat yaxshi bo'layotdi. Bir qancha Uyg'ur choy bahonasida biraylarning uyiga yig'ilgan edik. Bugungi suhbat programmasi bizni oliy maktabdagi hayotimizni eslatdi. Shunga so'rinni to'xtatib diqqat bilan ko'ryapmiz. Bizning bir savolimiz bor. Nuri Musaboyev efendim bilan Ümit Hamid efendim ilgari Dünya Uyg'ur qurultayida muavin raislar ustida Dünya Uyg'ur qurultayida uzoq xizmat qilgan edi. Keyin Nuri Musaboyev bilan Ümit Hamidlar qurultaydan ayrildi. Bu muajiratdagi Uyg'urlarga ayon.
Demakchi bo'lganim Nuri Musaboyev va Umid Hamid apandilarning nima uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyidan ayrilganlik sababi ham Dunyo Uyg'ur qurultiyining siyosiy da'vodagi o'rni haqida, shundaqla yaqin elib berilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining saylim haqida ko'z qarashlarini o'ttirib qo'yib, muloyiz qilgan asosda 2022 yilda ise Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uygurlarını qo'llab Xitoy hukumatini ayblagan davlat 50'den 2023 yilda ise 51 ko'paygan edi. Afsus, bu yil Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlar biroqla 15 ga tushib qoldi. Bugun biz chayimizda bu vaqtda munozara qilib boqdik. Buni sizlar uzun yil qurultayda ishlash jarayonidagi ko'z qarashinglar bilan qanday tushuncha birsizlar? Bu qatimki 51 davlatdan biroqla 15 davlatga tushib qolish ahvoli yaqinda inglizcha Nuts xabarda chiqqan Dunyo Uyg'ur qurultayida yuz bergan jinsiy sachchilik voqeasi ta'sir qilganmi? Bo'lsa bu vaqtda bir suhbat qilgan bo'lsanglar debdi. Anladingizmi mana? Anladım. Bu uzun savol ekan, ham bir tweet ekan. İlişat Qodir hammamiz bilamiz Facebookda aktiv turmush xalqaro vaziyat siyosiy analizlarni Uyg'urlarga eng yangi xabarlardan uchrashtirib turdi bu qarindishimizmi? Bunun savol uzun savol ekan, ko'p savol ekan, bu qilsak tim uzrab ketdik ekan. Xohlasanglar ishkanlar yana bir qatim bir suhbat qilib, mush Ilshot Hasanninki savolni asosga bir suhbat qilsak bo'ladi. Ilshot Qodirning ikki qo'ygan savolini. Bu 4-5 savol ekanda, bu 4-5 savol muloyiz qilsakmi, yarim soatdan chiqarib 1 soat bo'ladi ekan. Qanday qaraysizlar? Men munozara qilsak bo'ladi deb qarayman. Uningga mumkin bo'lsa, Dunyo qurultiyining bizdek chiqib ketgan emas. O'z navbatidan to'shib, o'zi chiqib ketgan. Masalan, Umidlan mening Dunyo qurultiyiga chiqib ketishimiz o'xshamaydi-ku, boshqalarga o'xshash. Uni budaqa suhbat deymiz. Aylar bo'lsa, ulardan birisi qatnashsa, ya'ni Dunyo qurultiyining deymiz u butun nimalari prinsiplarini qo'llaydiganlar borchu, hatto ashyolik satchilikni to'g'rilaydiganlar borchu. Shundaqlardan birisi kirsa, ya'ni ular yo'q yer degan qilsa g'aybat bo'lib qoluvchi, shulardan birisi kelib o'tdasa, andikin biz ya'ni Dunyo qurultiyi biz yaxshi ko'ramiz. U Uyg'urning tashkiloti. Uyg'urning mukammal muntazam tashkiloti, ya'ni mukammal muntazam bo'lishida bir davlat, ya'ni Amerikadagi bir davlatning iqtisodiy yordamiga erishganligidan u muntazam mukammal bo'ldi. Lekin uning mukammallik muntazamligini bizning ichidagi chirik diktator davlatda endi ashlarning monopolligi tufaylidan oxiri satilishi bilan bu qurultay o'zining obrazini yo'qotdi va yo'qotdi. Ashlar degandek chet-elliklarni qichibdi. Demak, buni ashlar bu vaqtida chiroyli suhbatlasak, uningki ya'ni yarini operatsiya qilib ilishimiz kerak. Olmasang, yari sesib butun odamni sezadi. Shuningga Dunyo qurultiyini agar muloyiza qilamiz desak, ashlardan odam qatnashsa, birlikda o'tirib, analiz qilib, to'g'ri yerini to'g'ri, xatoyini xato deb qo'rqmay, birisidan ishkilanmay deb qurultayni qutqizish, qurultayni haqiqiy Uyg'urcha xizmat qildirish tarafga tortish kerak. Uni o'ttirib turlar tillaverganning foydasi yo'q, chunki qurultay bir hukumatning moliyasiga erishayotgan yaxshi bir tashkilot. O yaxshi bir tashkilotni bir shikodan jambaqadigan o'rin qilolmay, uni Uyg'ur uchun amniy harakat qiladigan, natija qozondiradigan tashkilotga akilish uchun uning ichidagi kamchiliklarni, yorlarni tozalash kerak. Kamchiliklarni ilitish kerak. Shu vaqtida bu tashkilot asli keldi, xalqning qo'lchiga, himoyasiga erishdi, shu xalqimizga nafat keldi. Shuning buni uchun munozara qilayli. Men qo'shilaman, ammo shulardan biroz qatnashsin. Men qatnashmada kirsin-da. Kurashsak, taklif qilsak chiqamdi, chiqmamdi bilmayman. Shunda bo'lsa kurashganlarni demak o'zining qilayotganligidan, xatoligidan o'zi ko'ngilga ayon. Ya'ni o'zining qurultay qilganlarini qo'g'dab qololmaydi degan gapda. Mudofaa qilolmaydi. Agar mudofaa qila olsa, qo'rqmay chiqish kerak. Bu yerga nima qo'rqidi? Bu sahnaga chiqqanmi odam Xitoyning oldida qo'rqmay qanday tura oladi? Shunda to'g'ri. Asli misol biz o'xshamagan fikr haqidagi odamlar chiqib, bir-birimizning shaxsiyatiga, xarakteriga hujum qilmay, fikrimizga hurmat qilib, o'zaro insonlikqa, o'zimizniki Uyg'urlikqa hurmat qilgan asosda yaxshi shaklda paranglashib, masalalarni dodilliklar o'ttirib qo'yib, ilmiy muloyiza qilgan bo'lsak, o'ttirimizga nurg'unlagan surkilishlar, fuhshmasliklar, shundan kelib chiqqan ko'ngilsizlik ishlarga xotim bergan bo'ladi. Afsusan bunda bir ko'ngilsiz bo'lsalar ish yo'q. Endi bu yerda rasmiy qalbidan men Uyg'ur uchun xizmat qilman, Uyg'urim deydiganning ichida ko'ngilsizlik bo'lmaydi.
Yana fikr o'xshamaslik bo'ldi. Fikr ixtiloflarining taraq qilishi bilan yaxshi yakun chiqadi. Natija oldiga mangdi. Agar o'xshamagan fikrdagilarni siqib chiqarib bir fikrda bo'lsa ish mangmaydi. Chunki bir ideyalar mangan narsa taraq qilmaydi. O'xshamagan fikrlar yig'inda munozir bo'lsa, muloyiza bo'lsa, o'xshamagan fikrlar tushganda uni analiz qilib, uning o'tirdan yaxshi javrini topib bo'ldi. Agar bu qurultoy agar o'zining qurultoyini saqlayman desa, hamma sohadagilarni qabul qilish kerak. O'xshamagan o qurultoyga hozirgi burunqi va hozirgi ittifoqning siyosatlari, ya'ni nizomnomaligiga norozi bildirgan, kundalik bo'lgan faoliyatga norozi bo'lganlarni elish kerak. Shu vaqtida o'ngishiladi. Ularni siqib chiqarsa, mening to'g'ri ekanda bir xato bo'lib ketaverdim, oxiri nima bo'ldi? Qurultoyni rasvo qildi. Agar shular beshidan boshlab boshqalarning tanqidiy fikrini, qarshi fikrini qabul qiladigan odamlar ishini saqlab qolgan bo'lsa, bugungi rasvochilikning oldini olib bo'ladi. Lekin shuni rasvochilik bilganlar, bildi shu nurg'ulari ashni ma xato diyamagan gap. Chunki deyiladiganlarni bular siqib chiqarayotgan. Sab diyamaydigan nim bo'z to'g'ri-to'g'rida bilib Beijing qurultoyiningidek qo'lga turganlarni yig'ib, nimda shuni ketib oxiri inson takabbur, kibr paydo bo'lib, bu sachchilik ketgan gap. İnsanda takabbur, kibir paydo bo'lganda xatolashudi, ozidi. Hammamiz ozimiz, hammamiz xato. Lekin shuni puchuqlab turadigan, xato ketib borsa, yeng tortib turadigan odam bo'lmasa, odam mendan cho'ng odam yo'q ekan, men eng no'ch ekanman deb menga yurdi, oxirida bugungidek ajlaq rasvo bo'ldi. Shunaqa. Bu hozir bu munozara yerimni qilib bo'ldik. Agar yana bo'lsa qilamiz. Bu yer emas, o'sha yerda Rausga nima qilganda savolim ketildi. Mening bu savollarim bor. Men bu shularga bir necha kun burun meni Uyg'ur agentligiga yo'llab tikanda Facebook nimasiga chiqib tikkan o'sha bu yil 15 kuchib qolibdi deb uni o'qib ko'nglim bir xil yerimlab hozir yezib chiqarib qo'ydim. Bu to'g'ri bir maqola yozayotib turganimda bir obzordim bir 15 dan hammasi g'aribmikan yoki yana g'aribmi 15 qolibdi shu g'arib qolibdi. Qolganlar ketdi-da tashib ketganmiz. Ketgan ekan bu ichinish ahvolchi bu narsaga bir diagnoz qo'yishimiz kerak-ku biz. Bu narsa jiddiy shaklda o'ylashimiz kerak. Nima uchun xalqaroda dastlabki 2018da boshlangan 45, 47, 50, 51 bo'lib yildan yilga o'rlayotgan biriqlarki 15 kuchib qolishi bu Uyg'ur davosida noyatliqqa tez shaklda tuvallash borda buni BDT demda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida. Bu har bir Uyg'urni asla jiddiy shaklda o'ylantirishga bir temiti. Buni Facebook chiqarib qo'ysakmi, inkos qaytargan odam yo'q. Har qaysi tashkilotlarning hech qaysi bir fikr qilmadi shu bu narsada. Men bu narsa yozaydim. U bizning Uyg'urlarda bir manda bir narsa bor. Bir nimda g'alba qilib qolsa, men qildim deb hammasi beshiga eslab oladi. Meniyotgan poyezga eslab oladigan bek chiqadi. Hammasi men ishlayotgan poyez men mang'zot. Poyez to'xtab qolsa hammasi tushib ketadi emasmi? Shunga o'xshash bu 51 chiqqan vaqtida men qildim deb talashqanda 15 tushib qolganda buning mas'uliyatini qish uchun hammasi og'iz yumolgan gap. Aslida o'g'il bo'lsa, mana xatolik bizda o'tida o'tirib chiqish kerak. Shunday mas'uliyat kimda buningga endi uning otmaydi mas'uliyat kimda bo'ldi? Mas'uliyat biz Uyg'urlarning vakilida necha vaqtni biz aniqlik deganlarda bo'ladi. Chunki qolgan uşaq tashkilotlarni u xalqaro ko'p bilmaydi ancha. Cho'ng tashkilotni bildi. Shu cho'ng tashkilotniki ichkidagi tashkilsizlik yoki xalqaro obrazni tushishi bilan chekingan bo'lishi kerak. Ya'ni u qanday sababdan bu 15 tushgan bo'lsa, shu tashkilotning mas'uli bo'ladi. Men aka gapingizni bilyaptim, to'g'ri tushunding aka. Bu temini ayrim muloyiza qilaylik. Siz degandek, men qurultoyning ba'zi odamlar bilan ko'rishib baqalik, lekin hech qaysi telefonimni olmaydi bilaman bu narsada. Chiroyli xat yozib baqay, nimada javob qaytardi. Chiqadigandan biroz bo'lib qolsa, o'tgan operatorning qaşmayliqi Iso Isfalotekinning mutlaq maxfiyat taqdiman chiqaman deb gapni cho'ng so'zlab o'tirgan, u yetib oldim. Kurashib baqadi. Men kurashib baqay, sizlar kurashib baqinglar. Umid qilaman Germaniyada bo'lgandan keyin, Amerikada bo'lgandan keyin kurashib baqay. Chiqib qolsa, shuni ilmiy shaklda, tillab nima emas, ilmiy shaklda bir izlab baqinglar. Nima uchun zot Uyg'urlarni xalqaro qo'llashni istsa, Birlashgan Tashkilot 15 chiqib qoldi. Buni to'g'risida bir tahlil qilib baqaylik deb baqinglar. Buni ham yaqin kelmay qilib qolsa, ana keyin kim ekranga chiqdi deb ikkaldan boshqa yana ekranga chiqadigan bo'lib qolsa, bular bilan chiroq bir suhbat qayda. Bo'ldi. Başka fikirler var mı? Söhbət çıxmız desə, hər zaman təyyor, söhbət qılımız desə, o zaman qaltı söhbət qılıb qoymayız. Lekin bir nərsini deyib qoya dedim bir şeydə. Biz qandaqdır bularning bəzilərinin təşviq etgəndək, məsələn Nurməmmədlər biz bularni sıxıb çıxartdıq deyilən bunda iş yox. Biz özümüz bir yerdən çıxıb ketgan kimi mən deyib qoyay.
Biz kirib siz mana qatnashdingiz, qatnashmashga mo'yatni biz qatnashmagan, saylanmagan. Ama saylamını ötküzbegen. Manda beşini silkib etib, manda aşkı mo'yatchilik saylamını qarab baqsin, saylam kim yordam qiladi. Ayrim köylik nemisiga qarab. Ama gap tashviqotni qilib etibdi. Mening bu deb qo'ygim keldi, deb qo'yay dedim, chunki ba'zi ishlar necha kun yaqsin manchiminchi UAB'lar desam bizni tor UAB'lar tillab yuribdi. Birisi men Dunyo Uyg'ur qurultayiniki kadrman deb birisiga bir xat yozibdi, uni mo ko'rdik. Boshqa o'xshash narsa. Endi bir qurultayning obro'y inovati qanday tushirsa, boshqa narsa tushidi. Hozir men dedi, mana shu qurultayning obro'y inovati tushsa, xalqarodagi obrazmi, xalqarodagi qilayotgan natijalarimiz tushib ketadi. Diqqat qilish kerak. Avvalida bu xalqning tashkiloti hammamiz yaxshi ko'ramiz. Shaxsan men Germaniyada yashayman. Dunyo Uyg'ur qurultayini qurg'uvchiligini biz ichida 10 yil ishladim. Buning hammasi biz bilamiz, hech qanday birsin yomon gapini bir yerda ochiq qilib boqmadik, hech qanday odam gap biz. Ma andamdoq deb. Lekin kamchiligimizni ko'rsatib bu aniq gap. Chunki bu xalqninki qurultayda, xalqimizniki tashkilotida bu Uyg'urning tashkiloti bo'lganligi uchun yaxshi gap maqsad. Andikin bir gapni Nurmamat nayt yaxshi xulosaldi, shuni men bir yig'iz qo'llagan shaklda men shuni qo'shilib qo'yay dedim, chunki haqiqatan biz Uyg'ur milliy davosini, Uyg'ur milliy masalasini, Sharq Turkistonning masalasini hal qilamiz deydi ekanmiz. Cho'qim namoyish, xalqaro siyosat, xalqaro aktivistlik qatorliq faoliyat bilan birga cho'qim Xitoyga qarshi hayot mamatlik jangga tayyor bo'lishimiz kerak. Hayot mamatlik jang siyosat ikkisini tang yeb mangan chaqda bu vatan qutuladi. Bo'lmasa bu vatan quruq gap bilan bo'lib munqariz ilib olgan bir bosib olg'uchi davlatga qarshi yumshoq narsadan bu ish hal bo'lmaydi. Bo'libmi Xitoyga qarshi? Xitoy dunyodagi hech qanday bir axloqqa, siyosiy axloqqa, kishilik axloqqa rioya qiladigan, uning sundigan gapi turadigan bir millat emas bo'libmi? Necha yillik feodallikni yashab kelgan bu millat mush bitta davom qiladi, balki demokratik bo'lish uchun eng oldida 3-4 yil ketishi mumkin. Shunga buningdan quruq xam xiyol, buningdan osmondagi g'azning sho'rpisiga nonchilab ichadigan ishni tashlab, cho'qim bir qitim eng oxir fursatni tutib, biz fursatni tutib, sharoit yetgan vaqtida qo'zg'alib vatan ozod qilamiz va qurolliq siyosiy jihatdan yangi tayyorlik qilishimiz kerak. Bu hozir chiqib urush qilgan xalqni kuch ketganlik emas, fursatni ilg'or texnika bugungi kunda o'ylab qo'ying. Nech 100 ming dronini bir aeroplanda tashlab uni urush qilgan manda texnikalar dunyoda bo'layotgan, odamsiz uçquchilar bo'layotgan, har xil lozimli qurollar dunyoda avjilayotgan nati yuksak texnika bilan oz kuch bilan cho'ng narsani vayron qiladigan, bo'lmagancha shuni ig'ir yaralantiradigan bir iqlim qarab ketib boramiz biz. Bizde ümit bor, vatanimiz ümit bor, chunki u vatan bizning, biz buning oladiganligimizga hammamiz ishonamiz. Shunlashqa ikki gapning bir so'zli ba'zi insonlar bu insonlar qurolliq kurashni deydik, anda deydik, manda deydik deb qurolliq kurashning gapini qilgan insonlarga qarshi chiqdi ekan. Voy qurolliq kurashning gapini qilmay bu vatan o'tirib og'ini bo'lmaydi qarindoshlar. Bu cho'qim qilgan bir ish, lekin sharoiti bo'lsin, siyosiy vaziyat pishib bitilsin, bizningmi diplomatiyamiz shunga yetilsin deyapmiz bizmi? Shu yo'lda qo'limizdan kelishicha harakat qilib ketib boramiz. Mushun deb qo'ydim, rahmat. Rahmat, bugungi suhbatimiz mushayishi bo'lsin. Sizlarning vaqtini chiqarib qatnashib berganiga rahmatni bildiraman. Qolgan timini kelar qatim suhbatda ko'rishaylik. Rahmat, Rahmat sizga, rahmat. Rahmat.